Assalamu alaikum, hürmetlik meşrep ahli, meşrep bigi. Bugün nöbetdeki begler meşrefi. Meşrep hoş kelipsizlar, baskan qadiminglarga merhaba. Bugün başlık vaktimiz toşup qaptı. Meşrepni başlasak icazet mi? İcazet. Qani 30 olmang amanatni. Mana amanatni evilan tal to'kis yaxshi saqladik. Rahmet. Rahmet. Nayet yaxshi saqlanıptı. Bugün başlık. Bugün başaptın işkisi qo'y. Bo'ldi. Bizga alımcan bir adam köp bo'lgan ekan, bana bir yer o'lak bo'lib bersa bugundan tartib saqlashga. Ha, oldu yaxshi. Mana bugün meşrepimizning bir başınçıda endi qo'shimcha shuningga sizlarga Gultayoq hamroh bo'lsin. Favqulodda Pasha behlar andı bunu urup koysa ayıp koymaysizlar, xapın bo'lib ketmaysizlar. Vaqt kelganda davada sirib qarab olamiz qolgan masalalarni. Qani marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli meşrep ahli begim başliq. Milliy ma'rifga o'chmas to'kib qo'shdingiz. El uchun ajr qilib o'tdingiz olamdan. Shunlashqa asaydu sizni mangu shutingizda bo'ldirib, Almut shahri do'stlik mahallasida 30 yil. Almut shaharda 10 yil yigit beshi xizmatini atqirib, el jutining hürmetiga erishgan İnemcan Xudoyberdiyevning yorqin xotirasiga bag'ishlangan Meşrep ve Milliy Ma'rif nomli meşrebimizga xush kelibsiz demoqchimiz. Hani bugünkü meşrebimizde yigit başlarının o'zaro tajriba almashtirish ve kasbiy bilimini atqirish ishlari yurgizildi. Şu ishlarimizda faol qatnashib berishingizni so'raymiz. Xush kelibsizlar. Qani Pasha begim. Qani har qanday ishni bismillah deb boshlab turib barakalloh deb tugitimiz. Maydin cho'nglarning birisining dugasini Alloh ele bir duga qilib bersa, uni keyin ulashtirib ketaversa bo'ldi. Qani Alhamdulillahi Rabbil alamin ve aqibatu lil muttaqin ve salatu ve selam ala rasulihi Muhammed ve ala alihi ve ashabina ecmaîn. Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azaban nar bi rahmetika. Rahmet. Qani har qanday meşrepni beshida pek söz verimiz. Meşrep ahlini seg'inib qolgansiz, begim sizga birinchi söz. Assalomu alaykum hurmatli meşrep ahli. Hürmetli yigit başları iştirak hakkında kelgan me'morlar. Bugünkü navbatdagi meşrepimiz o'sha do'stlik jutining bosh yigit bo'lgan ham Almutda shaharlik bosh yigit bo'lib ishlagan Inamjon Xudoyberdiyevning xotirasiga bag'ishlangan ve shundoqla meşrep ve Milliy Ma'rif temasida bo'ladi. Onundan sırt yigit besiri o'zaro tajriba almashtirish, kasbini oshirish, kasbiy bilimini oshirish degan temada ma'noda. Xo'sh, hurmatli endi yigit boshlari jarahiqdan kelgan me'morlarimiz nihoyatda nurg'un, hammasiga so'z beramaymiz. Bu bizning meşrep yig'in emas, yig'in bo'lsa hammasiga so'z beradiq. Shuning uchun hamma odamga so'z berilmaydi. Mümkün var 2-3 adam sözüşü mümkün. Endemeyede keyinlerek 3. bölümde çoğun gitmeslerini bir tanıştırıp ötketemiz. Endi inamcakam Xudoyberdiyevga bağlıq endi ben yakın ötki adamlarına biri 2 yıl sözlep koymasam olmaydı. Andın daklatçık öz yolda daklatını oka. İnamcakam Xudoyberdiyev aşta bir yaxşı insan idi. Mert mardana Gençen, sözü turduğan, işten kaçmaydıgan, işten korkmaydıgan, gençen bir akıllarımızın biriydi. Hepsi akımız yaş kaytışıp etti desek mi oldu? Lekin şu hayatının ağanda İnamcakam 70 yaş tolgan vaxtıda şu tarihatimizde bir ırkı kırgınçılık başlanıp gitti. O 18 yılları. 70 yıllığını biz duruş bir juttadaki yaxşı bir yigitler akımızın 70 yılını bir yaşayat bomgan bir derecede ötküzpesek dep nurgun tayyorlan qilgan edi. Lekin İnamcakam onu de tarixatimiz anda qirg'inchilik bo'lsa biz onunla biz to'y qilsak to'g'ri kelmaydi deb uni nazar charaqlardan qilaylik deb nazar charaqlarni o'tkazgan. Endi akımızın shunday bir gençin yerlari batdi. Tarihatimizin me'morlar kelsin, ya boshqa birlar kelsin.
dostluk jutini başcan köktetdi. Şehir içidima yaş qaşları çıktı. Meşribimizge hoş kayfiyat, yaş oturup yaşı keçinler tileyimiz. Tıktınlar rahmet. Heminler hoş kayfiyat. Qani onda olsa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم يا ربنا كريم ulug' parvardigorim yetti qavat zamin yetti qavat osmonning parvardigori bir songa qulchilik qilmiz bir sening yordam so'raymiz ya Allah ya ulug' parvardigorim sen butkul mahluqotga jon berguchi butkul mahluqotning jinni og'uchi ya Allah
Ya Allah Parvardigarım barlıq zimində ya Allahım özünün xidmətini qatqan fəriştələr şularning içində Cibril alayhissalam, Mikail alayhissalam, İsrafil alayhissalam, Azrail alayhissalamlar salımında rahmetin bolsun ya Allah. Ya mehriban Parvardigarım barlıq dünyada ötken evliya yo anbiya, sahabe ikram, mümin musulmonlarni ya Allahım qabrlarini nur qilib, qabrlarini keng qilib qiyomat kun Firdavs jannatlar ko'rgan nasib qilgin ya Allah. Ya mehriban Parvardigarım alemlerin serdar bolgan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet günü ya Allah'ım Firdavs cennet ya Allah'ım özün tayyorlab qo'ygan al-vasil degan o'ringa ega bo'lgan o'zing nasib qilgin ya Allah. Ya mehriban Parvardigarım bugungi mushu so'rinda jamiyat bilan yig'ilib ya Allah'ım o'qilgan Qur'onda bo'lgan barliq savoblarni mushu do'stlik majlisida ya Allah'ım xizmat qilib ketgan diniy va milliy xizmatlarni o'tkazib ketgan Inomjon aka Xudo badiy o'g'lining ro'yiga baxshand qiliq. Yatqaylar yumshoq bo'lsin, iymon yo'ldosh bo'lsin, qolgan baljaqa urug'tiqan qarindoshlar aman bo'lsin ya Allah. Ya mehriban Parvardigarım barliq dunyoda yashayotgan mo'min musulmonlarning uylariga xotirjamlik ato qilib, ichki dunyoning baxtini ato qilgin ya Allah. Ya mehriban Parvardigarım barliq dunyoda ya Allah'ım namoz o'qiyotgan, ro'za tutayotgan, sening roziliging uchun ibodat qilayotgan, qulchilik qilayotgan qarindoshlarning ibodat qulchiliklarini o'zing qabul qilgin ya Allah. Ya mehriban Parvardigarım vatanimiz Sharqiy Turkistonda ya Allah'ım shahid bo'lib ketgan, zolimlarning qo'lidan ya Allah'ım vafot bo'lib ketgan ya Allah'ım qarindoshlarimizni, onalarimizning, otalarimizning ya Allah'ım yatqaylarni yumshoq qilgin ya Allah, shularning shahidlarning darajasida qilgin ya Allah. Ya mehriban Parvardigarım bugungi kunimizda barliq dunyoda ya Allah'ım qiynalayotgan musulmonlar ya Allah'ım o'zing yenikchiliklarni ato qilgin ya Allah. Vatanimiz Sharqiy Turkistonda qiynalayotgan Uyg'ur, Qozoq, mo'min musulmon qarindoshlarimizning tez orada qutulib ya Allah, ozodlikqa ega bo'lib ya Allah'ım beshin sajda qo'ydigan o'zing nasib qilgin ya Allah. Ya mehriban Parvardigarım bugungi kunimizda ya Allah'ım shu zindonlarda qiynalayotgan otalarimizni ya Allah, xuddi o'zing ya Allah Parvardigarım Yusuf alayhissalomni quduqning ichida saqlab qolganingdek shularning iymonlarini saqlab qolgin ya Allah. Ya mehriban Parvardigarım şu Allah'ım ulug' zindanlarda Allah'ım qiynalayotgan onalarimiz, otalarimiz, singillarimiz, shundaqli Allah'ım mügüdek ballarimiz ya Allah'ım shularning barlig'ini ya ulug' Parvardigarım şu zindanlarda o'zing ya Allah'ım İbrahim alayhissalamni o'tning ichida saqlab qolganingdek shularning vijdonlarini shu yerda saqlab qolgin ya Allah. Ya mehriban Parvardigarım şu yerda qiynalayotgan qarindoshlarimizning barlig'ini Yunus alayhissalamni ya Allah'ım beliqning qo'shig'ida saqlab qolganingdek shu zindanlarda barliq ya Allah'ım vujudini ya Allah'ım iymonini saqlab qolgin ya Allah. Ya mehriban Parvardigarım bizning millatimizga, xalqimizga Allah'ım azodlik berib, qiyinchiliklardan qutulib tez orada ya Allah'ım azodlikka chiqib, qulchilik qilib, ibodat qilib, bir-birimiz bilan o'mlik bilan yashaydigan o'zing nasib qilgin ya Allah. Ya mehriban Parvardigarım bugun shu ya Allah'ım mashrabga ya Allah'ım beklar mashrabga qatnashgan barliq qarindoshlarning o'ng oyoqlari bilan bosgan qadamlariga savoblarni yozib, so'ng oyoqlari bilan bosgan qadamlar gunohlarini mag'firat qilgin ya Allah. Bugun mashrabga qo'yilgan barliq loyihalarning kelajakda ya Allah'ım rivojlanib, duruslab yeyilib, barlig'imiz o'mchilik bilan ya Allah'ım o'z millatimizga, o'z dinimizga xizmat qilgan o'zing nasib qilgin ya Allah. Ya ulug' Parvardigarım bugungi mashrabni uyushtirayotgan Burxon aqllar, ya'ni shundaqlar boshqa ayt atalmagan barliq qarindoshlarning bilib bilmay qilgan gunohlarini mag'firat qilgin ya Allah. Ya mehriban Parvardigarım şu yerda amin deb qo'l yeyib o'ltagan qarindoshlarning barlig'ining ya Allah'ım gunohlarini mag'firat qilib, har qaysini kech kutunning qazosidan, kunduz kunning balosidan quruq so'z, quruq tuhmatlarni o'zing saqlagin ya Allah. Ya mehriban Parvardigarım şu yerda qo'l yeyib amin deb o'ltagan qarindoshlarning barlig'ining ota-onalarining gunohlarini mag'firat qilgin ya Allah. Ya mehriban Parvardigarım bugun barliq millatlarning ichida bir millat bo'lib, shu millatlarning ichida bir mazlum bo'ldik, mazlumlarning duolari ijobat bo'ldi deding ya Allah. Biz bugun qo'l günümüzde senin alındığında kolumuzni yiyip dua qilib o'tiribmiz, dualarimizni ijobat qilgin ya Allah. Millatimizga azodlik bergin ya Allah. Öz millatimiz bilan birlikda ya Allah'ım o'mchilik bilan o'zingga qulchilik yashaydiganlarning qatoridan qilgin ya Allah. Ya Allah barlig'imizga ya Allah'ım iymon, tavhid, insof ato qilib ya Allah'ım mush millatimizga barlig'imizga xizmat qildiganga, o'z dinimiz uchun xizmat qilgan mo'min musulmonlardan qilgin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azaban nar. وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحساب وقنا عذاب الجهنم وصلى الله تعالى خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. Rahmat. Hadi hürmetlik meşrep ehli, bugün izanlar yaxşı bilse, bugünkü meşrebimiz, hürmetli halkımız, Inomjon aka Xudoy Berdiyevning yaratgan xotirasiga bag'ishlangan keyin, hozir mushaqqatga diqqat qilgan bo'lsanglar, shu akamiz to'g'risida qisqacha video syujet. Marhamat.
xalqimizda otangning o'g'li bo'g'ijan, xalqingning o'g'li bo'l degan ibora bor. Haqiqatanmi Olmutu shahrining Avezov nahiyasiga qarashliq Do'stlik, ya'ni Drujba mahallasiga otadorchilik qilib, uning o'tidan kirib, suyidan chiqqan jut o'g'illarining biri İnamjon Mashrab o'g'li Xudoberdiyevni mushundoq atashqa haqqimiz bor. Chunki u Do'stlik mahallasining emas, balki Olmutu shaharlik yigit boshlari kengashining rais sifatida Uyg'ur jut mahallasidagi ba'zi bir ishlarni ijobiy hal qilguvchisi bo'lgan. Do'stlik mahallasida qad ko'targan Muzammil mechitini puldan tortib, topitkicha o'zining bir kishilik hassini qo'shgan. Abdulla Rozbakiyev nomidagi 153-chi ko'p sonli Uyg'ur gimnaziyasidagi ba'zi bir muhim masalalarni yesh o'xshash ishlarni beshida yurib, to'y bo'lsa seliq-selig'ini selib berish. Nazir chiroqlarda eng kerakli maslahatchi sifatida jutqa aql ko'rsatish. Qisqasi, juti nemiga muhtoj bo'lsa, shuning hudsidan chiqishga oldirab, parvona bo'lib yurganini jut doim ko'ratdi. Ayni shu Do'stlik mahallasida emas, balki Olmutu shahri va uning atrofidagi Uyg'ur jutlari orasida hurmat izzat topgan İnamjon okamizning jut uchun qilgan yaxshiligini hammasi xotirasiga ololaydi. Mening hayotimda nemali yaxshiliklar bo'lgan bo'lsa, maqtang'inim bo'lmasin. Jutumga qilgan yaxshiliklarim ijro deb tushunaman. Men shuni yaxshi tushundimki, har qanday kishi qo'lidan kelsa, yaxshilik qilganga nima yetsin deb aytgan edi İnamjon aka o'z suhbatida. Jutumizning faxri va mehribon otisiga aylangan İnamjon aka hech qachon yodimizdan o'chmaydi. Biz yurtdoshlar etidan oilasiga xotirjamlik tilaymiz va İnamjon akamizdek mo'tabar insonga o'z rahmatimizni bildirmoqchimiz. Aziz xalqim bor, kuyib turar qalbimda quyosh, yo'ligim yo'q ularga o'xshash, yo'ligim yo'q ularga o'xshash. Bo'lalasam ömürlük sırdaş, kuylarimda aziz xalqim bor. Assalamu alaikum, yurtdoshlar, qarindoshlar. Musobaqa shunday chiroyli o'tdi. Birinchi qitim o'tyapti bunda. Musobaqa milliy taomlar shunday yaxshi birinchi, ikkinchi, uchinchi o'rin egallagan muborak bo'lsin, tabriklayman. O'shin 2018-yili yana mushaq raqamda chiroyli o'tkazishga hammamizga nasib bo'lsin. Tabriklayman hammanglarni. Nuruzga muborak bo'lsin. Manga taqdir berse ger külten, düşmanların yağdırsa töhmet, hikmetleri yar bular fakat, tomurumda aziz xalqim bor. Hikmetleri yar bular fakat, tomurumda
aziz xalqim bor. Мәшіріміздің davamında мұшы hürmetlik akımız İnemcan aka Xudayberdiyevning besip ötken ömürleri toğrusida qısqacha ma'lumot doklad deb qo'ymiz. Şu dokladni berishda endi hürmetlik akımız özümüzning Abdulla Rozvaqif nomidagi 153-chi maktab gimnaziyaning mudiri akımız Shavkat aka Omarovni qizg'in alqishlar bilan qarshi olgan bo'lsak keng maydonimizga. Assalomu alaykum aka, xush kelibsiz. Assalomu alaykum, begim boshliq, hurmatlik mashrab ahli. Bugungi mashrablarniki doirasi texim kengaysin. Ani namjakam to'g'riliq bir axborot doklad retid gap bo'lgan vaqtida Burxondan begim kelibmishdaq siz o'qisangiz, qisqacha axborot bersangiz, namjakamni yaxshi tanitdingiz degan iltimos bo'lgandan keyin birinchidan namjakam Xudoyberdiyev bilan biz qo'shna, tam qo'shna. Ikkinchidan maktab doirasida maktab bilan, maktab muallimlari bilan nihoyat yaqin bog'lanishda bo'lgan. Doim maktabning ahvolini so'rab, maktab to'g'riliq axborot deb turadi. Shuning uchun bugungi kunda bu qisqacha axborotni menga berdiganga ham o'zim xushal bo'lib, madhiyalanib beryapman. Qisqacha axborot. Jutum bu mening bextiyor etgan arzu va omadni chochqidiq sepgan. Shu sabab bu mening umr tarixim el-jut tarixiga jug'urilib ketgan degandek, her bir millet özünün milliyligini saqlashda, rivojlantirishda ve medeniyetlik avlod tarbiyalashda jurigi millet uchun so'qadigan aql parasati bilan axloqiy madaniyati xalqining kelajagi bilan jug'urilgan millatparvar o'g'lonlarga ve hanım qizlarga muhtojligi sir emas. Milliy an'analarimizni saqlab, el-jut ichida inoqlikni, do'stlikni targ'ib qilib, taraqqiy etkizishda yigit beshining roli bulup mu bugünkü yenilangan devirde nahayeti muhim rolünü muhim ve orada bir baha. Sebebi gitmesi vücut atısı. Şu atının tutkan yolu yani tılga, ana tıllık mekteplerimizge ve kadriyetlerimizin saklaşta koşkan ülüşüge şundakla etkan sözleri, kılgan işleri arkalık jut bulup mu yaşlarının terbiyelendiğini sözsüz. Dostluk mahallesi milli annelerimizni, resim kayıtlarımızını saklap gelivatkan İnaqlıqda, ömürlük ve iğiz birlikte yaşap, özüge münasip hürmetlik ege bulgan çoğun jutlarının biri. Elbette bu hürmetki sazaver buluş jukurda etip ketkenimizdek, muşu jutun otudan kirip, suyudun çıkıp gelivatkan jut başçılarının, şu juttaki ziyallarımızın, milli can köyerlerimizin bir baha emgegidir. Her kandak çoğun küçük jutlarının xuddi adamlarga o'xshashla öz taqdiri tarihi boludu. Jutuğa qarab adamın tonub al degan söz mü var? El jutun onun da yaşavatkan adamlarının birligi ve kimligini görsütüdü. Hemmizge düşünüştük ki cemiyette jigit beşinin tutkan orni alahide. Ular mahalle turgullarının beşini koşup, toy tökün, nezir çırak ve musibet işlerini uyuşturuş, muhimlarda mevcut buluvatkan her xil artık illetlerden baş tartışını nazaret kılıp, milletimizin ilgar saviyelik, sağlam fikirlik, medeniyetlik, bilimlik boluşunu teşvikat kılıp, halkının gemini yap gelivatıdı. Cemiyetteki her kandak çoğun küçük işler, ularının yardımısız akıllaşmaydığını bilimiz. Bu ali xisletler elbette jutumuzun baş jigit beşi, rahmetlik İnemcan Akı'nın mücessemlengen idi. Jigit başları bilen medeni, ictimai işlerimizin beşide turgan Cumhuriyetlik, şehirlik ve nahiyelik Uygur etni meden merkezleri bilen birlikte her taraflıma muhim ve aktual bolgan işlerimizni emelge aşırıp gelgen idi. Şundakla dostluk jutuda at kurulgan tıl alarlık ve ülgülük işlerimi elbette hem jigit beşi İnemcan Xudoyberdiyevning bevasita emgiginin bir ko'rsatkisi bolgan edi. Şu kılıngan bebaha minnetsiz emgigi üçün bugün Almuta meşrevi, nöbetki meşrepni jutumuzun sabık çoğun jigit beşi, rahmetlik Xudoyberdiyev İnemcan meşrep oğlunun 75 yıllık tevellüdük bekişlalganlığının özü çoğun bir izzet, hürmet ve ali ihtiramdır.
xalqimizning ovozi, tilimizning sadosi, ona tilimiz besib chiqayotgan qo'shiq kelishlarimiz Uyg'ur ovozi, Aziya bugun va har qanday ana tildagi kitob, jurnallarning dunyodagi birdan-bir bo'lgan Xo'jamayarov nomidagi Uyg'ur drama teatriga millatimizning madaniy va ma'naviy taraqqiyotining rivojlantirishida, yurtimizdagi masjidning barpo bo'lishiga alohida o'zining ulushini ayolmay qo'shib kelgan edi. Shundaqla Inamjon aka bizning maktab gimnaziyaning taraqqiyoti uchun o'zining cho'ng ulushini qo'shib qo'ymay, yurtdoshlarini safarbar qilgan edi. Misolga maktabimizning 50 yillik tavalludining o'tishiga, Ulug' Vatan urushining veteranlarining aliyasining selinishiga qilgan ulushlari uning bir ko'rinishidir. Ana tilimizning saqlanib qolishi uchun ana maktabning havodak lozimligini tushungan, milliy ma'rifimizning jonko'yari, xalqimiz uchun eng ahamiyatli bo'lgan bilim o'chig'i maktabga bola to'plashda ayanmay alohida faoliyat yurgazganini ko'rgan maktabimizning ustozlari bilan ota-onalari yurtdoshimiz cho'ng yigitbeshi Inamjon akaga alohida cho'ng izzat hurmat bildirgan edi. Inamjon akaga xalqimiz va do'stlik mahallasi uchun qilinayotgan yaxshi ishlari Olmut shahrida va yurtdoshlarimiz orasida haqiqiy hurmat ilib kelgan edi. Maktabimizning bola sonini ko'paytirishda qo'shgan ulushining o'zi, ya'ni 5 navrisini bilim ilayotgan rus maktablaridan chiqarib, yurtimizdagi ona tillik gimnaziyaga elib kelishining o'zi millatparvar, xalqparvar o'g'lonlarning bor ekanligini yana bir qism ta'kidlagan edi. Bugungi tongda maktab o'quvchilari Uyg'ur maktabida bilim elib qo'ymay, tariximizni, urf odatimizni, madaniyatni, davlat, ya'ni qozoq tilini ravon o'rganib, ona tili bilan birlikda rus va ingliz tillarini mukammal o'rganib bilim olmoqda. Odamlar bor eti ulug' o'zidan. Odamlar bor sipil so'qar so'zidan. Odamlar bor taqdak ishni qilsa-mu, minnat qilmas birisining yuzidan demakchi, mana shundaq mustaqil Qozog'iston vatanimizning taraqqiyotiga oliy xizmatlaringlar xalqi ham yurti uchun ayanmay xizmat qilayotgan begim boshliq Mashrab ahliga sizlarning qilayotgan ishlaringizga avlodga ulga bo'lg'usi. Sizlarga og'iz birlik, inoqlik va zo'r salomatlik, oilaviy baxt saodat tilayman. Rahmat. Rahmat aka, xalqimiz uchun, tilimizning saqlanib qolishi uchun emgigini sing'irayotgan hurmatli akamiz Shavkat aka Umarov. Rahmat sizga. Endi xilsiga pana bo'lgan Uyg'urim, bilim ilib dana bo'lgan Uyg'urim. Tari bilan gulshan qilgan cho'llarni berekatning koni bo'lgan Uyg'urim. Muqam bilan tarixini tonutgan ey aqlliq san'at xumor Uyg'urim deb o'tirib, mana shu Shavkat akam Umarov boshchiligidagi 153-chi gimnaziya maktab o'quvchilaridan qurilgan do'stlik orkestriga navbatbaga bo'lsak, qani marhamat qizg'in olqishlar bilan qarshagan bo'lsak. Assalomu alaykum Poshshob begim. Biz 153-chi maktab gimnaziyaning o'quvchilari. Yurtimizda cho'ng mashrab bo'lib yetibdi. Ko'p mehmonlar qatnashadigan deb anglab kelgan edik. Ruxsat bo'lsa, yurtimizdagi ona tillik maktabimiz haqida tanishtirib o'tsak. Ruxsat. Assalomu alaykum qadrli mehmonlar. Mashrab ahli, yurtimizga xush kelibsizlar. 60 yillik tarixga ega bo'lgan Abdullah Ro'zbaqov nomidagi 153-chi maktab gimnaziyasining 115 ustoz, 1400 o'quvchidan sizlarga yalqinlik salom. Uyg'ur xalqi madaniyati, mehnati bilan olamga tanilgan. Ular bo'libmi, tarbiyaga, hurmatga ko'p diqqat bo'lib, farzandlariga insoniy qadriyatlar, emgakchanlik o'xshash esil xislatlarni singdirgan. Mashrabdek tarbiya maktabini jonlantirishdek sixi ishni qo'lga olganlarga ming aprin aytmoqchimiz. Xalqimiz mashrab degan so'zni anglagan chaqda birinchi albatta ona tilini tasavvur qildi. Ona tili bor, xalq bor. Sababi xalqni xalq qiladigan u til. Uyg'ur tili qadimiy til bo'lg'achqa, asrlar davomida ilm-fan, madaniyatini dunyo yuziga taratgan xalq. Ajdodlarimiz jon tini bilan saqlab, bizga yetkazgan tilimizga bugun biz vorislik qilib, o'z ona tilimizda bilim elib kelyapmiz. Elimiz mustaqil Qozog'istonda milliy ma'rifimizning taraqqiyoti uchun yoritilib berayotgan barliq mumkinchiliklarni yaxshi bilamiz. Shu imkoniyatlarni
толық пайдаланышқа тырышып, өз ана тілімізді білім еліп, дөләт тілі, қазақ тіліне, рус, инглиз тілланы раван үйгеніп келіп атымыз. Сапалық білім еліш нәтижесінде біз оқуғычыла, жұқыры білім сапасыны еліп келмәтіміз. Жұмхұриятлік, халықаралық көрікліға қатнышып, дайым жұқыры орынлаға еге болмақтымыз. Чоң ұтықларымыздың бірі, o məktəb oxucularının bir tutaş milli testqa to'liq bilan qatnashib kelayotgani. 2021 və 2022 o'qush yillarida 63 o'quvchimiz 11 sinfni tugatib, ularning ichida 25 o'quvchimiz davlatli grant hisobiga, qolgani bo'lsa haqliq oliy o'qish o'rinlariga tushdi. Bu o'quvchilarimiz Qozog'istondagi hozirgi tilda aytganda prestijli universitetlarga КБТУ, Асфендияров nomidagi медициналық университеті, Әл-Фараби nomidagi Milliy университеті, Рысқұлов nomidagi Халық игілігі университеті, Сатпаев nomidagi Техникалық университеті, Қазақстан Россия медициналық университеті və başqalarga qabul qilindi. Məktəbni tugatgan o'quvchilarimiz davlatimizning taraqqiyotiga cho'ng ulushini qo'shib kelmoqda. U utuqlar o'quvchilarning emas, shundaqla butkul gimnaziyaning utug'idir. Demak, ana tilini, madaniyatini va tarixini yaxshi o'rgangan bola kelajakda hech tinamay, ajdodlaridek yangilikqa intiladigan bo'ldi demoqchiman. Men ishonchli ayta olaman. Biz 1400 dan oshiq o'quvchi Abdulla Rozboqiyev nomidagi 153 maktab gimnaziyasida ana tilimizni, adabiyotimizni, milliy madaniyatimizni, tariximizni, san'atimizni va urf-odatlarimizni o'rganyapmiz. Her birimiz millatparvarligimizni tilimizla emas, shundaqla amaliy ish yuzida ko'rsatib kelyapmiz. Filosof, olim Kommunar Talipovning ona tilimiz haqidagi buni bir fikrni o'qib, o'zimga mulohiza qilib ko'rdim. Millatning taqdiri, sapasi va istiqboli eng oldi bilan milliy ma'rifat bog'liq ekan. Faqat milliy ma'rifat ro'naq topgan millatningla milliyligi to'liq saqlanib, iqtisodiy, ijtimoiy turmushimi, ma'naviy hayotimi ishchil turda taraqqiy etadi, gullanadi. Aksicha milliy ma'rifat suslashgan millat zavolga yuzlangan millat. Qadrli akalar, ona tiliga bo'lgan ko'z qarashimizni suslashtirmayli. Ona tili yurak qetidagi barliq sirlarni, beshidan o'tkazgan davrlarni, qisqasi jonning barliq to'lqinlarini avloddan avlodga yetkazib saqlaydigan g'azna. Asrlar bo'yi ajdodlarimiz saqlab, bizga yetkazgan tilimizni ko'z qarchig'imizdek saqlab qilish har birimizning qo'lida. Ona tili bor, biz bor. Meyli bolğun qaysı millet ana tildan tanmığın, ana til üçün hətta qalar, aqız ışdın yanmığın, nam mənbiyet abroynu deb, ana tildan çanmığın, sana aqıl idrak bergen, tilingni xar qılmığın. Qaddib qimat yürüştürüş, belgülüməs milletni, ana tilla bereleydu, hiç kim bermez söyletni. Oylap baqqın ana tilsiz, qalğandiki külpetni, yuxturmığın ana tilni, xar qıldığan illetni. Xatası yox, bilim üçün başqa tilni ögünüş, çünki bilim ilib, qalaqlıqni tüzdür. Lekin bilsən nomussuzluq, ana tildan vaş keçir, şu vaş keçir elipkiler, zavalıqqa yüzülünür. Әндік нөвәтті дұқтыңлаға гимназия дәргахыды құрылған Достлық саз әсвап ансамблі вә хор топының орынлышыда шайыр немеше хитнің сөзі кезілған білім ішқыда нақшыны хавалы қылмақчымыз. Қыне мәрхәмет. Dəstxan uçuq, hörmətli məşəvər.
Alakam Ahmedov chiqqan bo'lsa, Alak Ahmedov. Xo'sh, hurmatli mashrab ahli, mana ko'dinglar, mana naq maydonda o'sha bizning bolalarimiz, kelajagimiz, Muşlarning qancha darajada ekanligini ko'ryapsizlar, hammamiz ko'z ko'ryapmiz. Buningga albatta nurg'un kuch chiqarayotgan, nurg'un ma'nolay ta'b bilan mush darajaga eqayotgan bizning Shavkat Niyozo'g'li Umarovning bebaho amgigi bilan mashik darajada maktab mudiri Shavkat Masha chaqirgan bo'lsak, hozir bizning o'sha Olmuta shaharlik Bahla Mashrining nomidan bir tashakkurnoma taqdim qilmoqchimiz sizlarning Nurustonlar bilan. Qani, marhamat o'qibasizlar. Hurmatli Shavkat Nazorovli Umarov, Olmuta Bahla Mashri milliy ma'rifimizning taraqqiy etishiga, angliq, bilimlik, raqobatga qabul avlodlarimizning shakllantirib, ularning Qozog'iston patrioti va milliy ruhini tarbiyalashga qo'shib kelayotgan bebaho amgingiz uchun sizga minnatdorlik bildiramiz. Biz sizni jamiyat arbobi, talantli tashkilotchi, millatparvar ham pidakor, ma'rifatchi sifatida hurmatlaymiz ham qadrlaymiz. Hurmat bilan Olmuta Beklar Mashrivining begi Tajdinov Burxandin aka. Marhamat. Mikrofon bana. Bu endi bir mangu asli qolgan musha Bahla Mashrivining alada ko'ngil bo'lib qilgan so'g'imiz, buni bir tamg'iz qo'ysangiz, bir tarixda asli qolgan ishlarni biri. Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar. Assalomu alaykum Mashrab Bakli begim boshliq. Bugun mana bizning do'stlik manimizda cho'ng bir mana o'zinglar ko'ryapsizlar. Bizning 153-maktab dunyo yuzida desam xatolashmayman, birinchi o'rinlar deb kelayotgan nima maktab. Yaqindalar mana qishimda direktorimiz o'tirdi. 200 ga yaqin butkul Qozog'istondan muallimlar, direktorlar kelib, mushu mashrabda konferensiya o'tkazib, mushu maktabning yetgan nimalarni ko'rib hayron qoldi. Birla bu emas, butkul dunyo yuzida OBS'ga kirgan maktab 153-maktab. O'zinglar ko'ryapsizlar, mana bizning bolalarimiz, bizning kelajagimiz. Men o'tirib ko'zimda yosh chiqib ketdi. Qaranglar, nima degan? Milliylik. Mushu 153-maktabga o'xshash boshqa maktablarda mushta bo'ska deb armon qilamiz, biroq undaq bo'lmayotdi. Men sizlarga bolarim, hammanglarga yaxshi o'qib, shu o'qishlarni yaxshi bitirib, xalqinglarga amgak qildigan bolalardan bo'lishni men tilagan bo'lar edim. Hammanglarga salomatlik, o'qishlaringni yaxshi bitiringlar, yaxshi mashtaq ko'rib, milliylikni hech qachon unutmanglar. Shuning uchun biz Uyg'ur madaniy sizlarga cho'ng qutuqlarni tilagan bo'lardik. Rahmat hammanglarga. Aman bo'linglar. Assalomu alaykum muhtaram jamoat, begim boshliq, Mashrab ahli. Mana sizlar bizning bolalarimizniki qisqachalar konsertini ko'rdinglar. Bu konsert tayyorlagan Sabirjon Manashov qilmay chiqqan Sabirjon. Mana qo'lda boshqa 100 ga yaqin bolalar asab bugun o'tdi. Shundaqla bu xorni tayyorlagan bizniki Nadiyam Tayirovna degan muallimimiz, ustozimiz bor Mashada. Hamma belki so'zni tayyorlagan Irina Sidikova degan muallimimiz. Hurmatli ustozlarning amgigi orqali mana bizningki maktabningki bolalarining amgigi ko'rinyapti. Mashrab ahli biz uchun eng qimmat albatta bizning bolalarimiz, bizning navir-chavirlarimiz. Ular bilan birga eng qimmat u bizning tilimiz. Tilimiz maktab bor, tillarimiz bor. Shuning uchun hurmatli birodarlar, tilimizning saqlanib qolishiga, maktablarimizning taraqqiyotiga, ham bolalarimizning, navirlarimizning yaxshi
qadriyatlarini saqlab, yaxshi tarbiya aldığınıza ülüşümüzni qo'shayli. Məşrənglar mübarək olsun. Sizlərə balalarım utuq tilayman. Bundan keyin texmi yuqori pəllədə görünüb, yaxşı oqub aldığınızlar qoyğan arzu armanlarga yetişsinlər tilakdaş qılaman. Rəhmət sizlərə. Xoş, qani balalarımızga bir qattiqcha aşıq qo'yamiz. Qani Mashrab Ahli 5dan 15 minutgacha tanaffus vaqti. Xoş, mayda o'tganda hammanglar xabaringlar bor. Gornigantda bizning Tarim ag'inimiz cho'ng bir mashrab uyushtirgan. Yerda Jamoliddin akamga beg'ishlab, shada bu qarimlarga biroz savol so'roqlarimiz kam bo'lib qolgan edi. Lekin yigit pishirish masalasi bo'yicha nurg'un masalalarni yechib olgan bo'ldik. Bu da endi qarimlardan boshlasak. Chunki qarimlarga savol so'roq qo'ysak, u shariat bo'yicha qanday bo'lish kerak degan bilanlar tugaydi. Yigit pishirish ishi bo'lsa, qancha-qancha. Uningda talash tashishlar bo'lishi mumkin. Shu sababdan endi mana hozir naq maydonda maneken qo'ydi. Endi bu manekenda endi albatta nima deymiz, biz 30 yil orasının içinde yaşadık. Aşağının resim kayıtlarından bu ketdi hemşire. Bu da endi elhamdülillah Müslümançılık hikayende biz asli hemimiz din isaatimiz kam. Yok desek mi buldu çıkıda. Şunun da endi muşa kandak bir ölüm buldu da koyadı. Ölüm bulganda nima iş kılış gerek? Şunu kandak yatmış gerek, kandak jüyüş gerek, kandak kepilleş gerek. Qandaq görgüçen ekiriş gerek. Şu işlerini endi bilqimiz oşup ketmeydi. Bir yerde mümkün bolsa qarımlarga. Bunu biz qısqacha bir köküp bersizler. Çakallıqda bizge jiq vaqtimiz yo'q. 10-15 minut vaqtda şu öldü adam ölgendikin bo'lgan ishlarni boshlab ta şu gör kirgicham. Yerlerini köküp bersanlar qısqacha 10-15 minut ichida. Alhamdulillah ve salatu ve selam ala Rasulillah. Amma ba'd. Assalamu alaykum ve rahmatullahi ve berekatuh. Assalamu alaykum Mashrab Ahli. Assalamu alaykum Begim Beshi. Allah subhanahu wa ta'ala telefonlar bugungi kunda bizga sizlar bilan bir dasturxonda o'tirishga nasib qildi inshaalloh. Mana mehmon qilib chaqirsizlar, Alloh rozi bo'lsin. Endi buni jon bayadi qazoba deydi. Qur'onda kelganda kullu nafsin za'iqatul maut. Har bir jonning egisi o'limning ta'mini tetiydi deydi. Har bir odam dunyoga kelgandan keyin ularning o'tish yo'li bor. Yana biz musulmon bo'lib, biz bir odam dunyodan o'tib qolsa qaytish yo'li deymiz. Qaytdi o'zining egisiga, yana Rabbisiga, o'zining Allohga qaytdi. Biz o'ldi demaymiz, qaytdi. Qaytib nimaga? Bu dunyoda vaqtliq o'zining umrini surib, o'zining imtihondan o'tib, Alloh subhanahu va taolaning oldiga javob berganga qaytdi degan gap chiqadi. Mana shu vaqtimizning qisligidan birdinlam nimamizga o'taylik. Shariat degan narsa bor, din degan narsa bor. Din hech qanday o'zgarmaydi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam men sizlarga dinni to'ldirib berdim deydi. To'shtoq bir to'lgan qadakdagi stakandagi suv o'xshash to'lib turdi deydi. Uning bir narsani o'ylab solsanglar, uning ichida yaxshi bir narsa eqib chiqib ketadi deydi. Shuning uchun bu din bilan urf-odatni chatashtirmash kerak. Dinning o'zining dunyodan o'tganda yoki dunyoga kelganda o'zining dunyoga kelgan odamning o'zining yo'llari bor. Masalan, dunyoga kelganda azan chaqirdi deymiz, tabir etildi, ismi qo'yildi deganga o'xshash, dunyodan o'tgandimi o'zining ado qilgan haqlari bo'ldi. Shularning birinchisi odam dunyodan o'tgandan keyin birinchi dunyodan o'tayotganda sakrat holat deymiz. Dunyodan odam o'tayotganda sakrat holat kuchidi. Og'rib qoldi, yashinib beshiga yetib qolgan vaqtida to'van qilib qibliga qartib yotqizamiz. Uydillam. Beshini o'ngga burib yotqizib, endi o'ltirib la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deb talbiya aytib o'ltiramiz. Shu talbiyani aytib, duo qilib, shu dunyodan o'tayotgan odamga talbiya aytib o'ltiramiz, shu odamning qaytilishini kutamiz. Endi dunyodan o'tib bo'lgandan keyin endi vaqt qiz chaqqan aytib beray. Birinchi bizning qilgan ishimiz odam dunyodan o'tgandan keyin birinchi bo'lib ikki putini bir-birisiga birlashtirib, qo'llarini tuzab, yaqinlashtirib, putlarini to'p-tuz qilib qo'yib, mana inigini inak tushib ketadi endi. Birdinlam inakni chatimiz. İnekni chatimiz mana elib beshig'i elib bağlaymiz. Mana inekni tatib, bunu ağzı içilib qolmaslik uchun yuqoriga ko'tarib qo'yib, inigini bog'lab, bunu beshini qibliga qartib yotqizamiz.
Bunu beşini burup, onga kartıp, kıbligi kartıp yatkızımız birdillam. Andan keyin aqsiga tuvanchaydiga o'tib, buni ishki oyog'ini ishki barmog'i bilan qo'shib. Mayda, manekenda barmoqlar bo'lmaganlikda mundaqla ko'rsatibimizda. Barmoqlari kamay qolsa, mana qo'shib baqilsanglar bo'ldi. Barmoqlar bilan kamay qolganda. Mana teshidan elib, barmog'ini, oyog'ini bir-birisiga yaqin akilib qo'shib baqlaymiz. Birdillam buni suvga olganga tayyorlanamiz. Endi bizda o'zimizning urf-odat bo'yicha ikki qitim suv alamiz. Birinchi mahram suvi deb qo'yamiz. Undan keyin qayerda qanday bilmayman, ba'zi nurg'unlagan mahallada shu qaytish bo'lgan kuni mahram suvi oldi. Atsi undan keyin yana qaytadan g'usl qo'ydirdi. Birinchi kuni meyit so'g'andan keyin 1-2 soat vaqt o'tgandan keyin qarindoshlar kelib, hammasi jam bo'lgandan keyin suyak mao egisi kim shuningga qarab yaqinlari kirdi. Suyak tarafdan. Çoğun dadılları, balları kırsın boludu. Endi nurgulda müşiyada ixtilaf var endi. Balları kırsı olmaydı deydigan. Asli meyitning yaqinlari kirish kerak. Akılları, inileri, dadılları bolsa yoki balları bolsa kirsi boludu meyitga. Şeriat bo'yicha 2 adam juyisi bo'ldi deydi. Endi bizda 3, 4, endi 5 adam kirdi bizda. Hamma yerda shundoq deyman. Men yigit boshlar o'ltirdi. 5 odamgacha kirsi bo'ldi. Bir adam suyak egisi qarab turdi deymiz. Qolgan 4 adam juydi. 4 adam bunu oyog'i tarafini juyganlar so'ng qo'li bilan juydi. So'ng qo'li bilan. Bu kindigining tuvan chetini so'l qo'li bilan juydi. 5dan boshlab kindigigacha o'ng qo'li bilan juydi. Bir adam su qo'yib berdi. Endi bizning o şeriatda bir adam su qo'ysin, 3 adam su qo'ysin degan narsa yo'q. 2 adam juysin, bir cham yatsa bir adam juysin bo'ladi meyitni. Endi ko'pchilik bo'lgandan keyin tuqqanlardan bir adam, og'illardan bir adam, qo'shnilardan bir adam deb kirgizmiz-ku biz ham shundoq deyman. Shular kirib juygan vaqtida kirgan odam tahorat bilan bo'lish kerak o'zi. G'usl tahorat bilan toza bo'lish kerak. Ay men og'inisi deydim deb ağzı purab qalgan, yambirdan bo'lib qalgan odamlar kirsa bo'lmaydi. Shunga diqqat qilish kerak. Mana meyitni oxirgi safarga durust avitish kerak. Kirgandan keyin kirgan odamlar birdillam buning bog'ilgan inaklarini, qo'llarini yechib kiyimini yechidi. Kiyimlarini yechidi. Agar meyit qaytib qolgan bo'lsa, 3-4 kun yetib qolgan bo'lsa, qaytib qolgan bo'lsa, midirlatgan bo'lmaydi, o'zinglar bilsizlar. Kiyimlarini qirtishga durust keldi. Agar kiyimlarini yeyishga mumkinchilik bo'lsa, kiyimlarini yeyishib etmiz. Yeshindirib, albatta buni kindigidan boshlab tizig'icha meyitning mana rahni qo'yib yopamiz qaranglar. Endi bu yigit boshlari mishada o'ltirgan baklar hammanglar jutning egilari bo'lgandan keyin sizlardan kelib so'raydi birinchi bo'lib. Alloh razı olsun bizning yigit boshlarimiz nurg'ulgan yerlarda xizmat qilib, maash yo'q, hech qanday bir zarbat degan narsa yo'q, xizmat qilib kelyotdi. Shuning uchun sizlar shuni yaxshi o'rganib olsanglar, boshqalarga yo'l yo'riq ko'rsatib bersizlar keyin. Endi kirgan odamlar buni yeshindirib, mana kindikdan nimgacha cho'qim yopadi, bu narsa ochiq bo'lmaydi buni avrat. Buni ichib qo'yib, hozir ba'zi bir nimlarga kirib qaraydigan bo'lsanglar, hammani yeshindirib, u yoq bu yoqqa tashlayib undoq bo'lmaydi. Albatta buni nimasi avrat yepiq bo'lish kerak. Mayli ayol bo'lsin, mayli ahaq bo'lsin, avrat yepiq bo'lish kerak. Ayollarni ayollar juydi, ahaqlarni ahaqlar juydi, o'zinglar bilsizlar. Mundaq bir nim bor endi. Ikkinchi taraf buni suv oldigan vaqtida, bu meyitni kirib ko'rdiganlar, ko'rib elinglar degan vaqtida ayol kishi dunyodan o'tgan bo'lsa, ahaq bilan nikoh buzildi. Ahaq bilan nikoh buzildi. Shu kunlam jini ayolning jini chiqqan kun ahaq bilan nikoh buzilib ketdi. Kirib ko'sa, kirib tutishqa, cheqilishqa bo'lmaydi o'zi. Tushunatamsizlar? Endi dunyodan ahaq o'tib qolsa, ayollar kirib tutib qolsa, hatto juydigan ahaqlar yo'q bo'lib qolsa, o'zining ayoli, o'zining yo'ldoshining juyisi bo'ldi. Chunki dunyodan ahaq o'tib ketsa, ayollarning o'zlarining iddat kutadigan vaqtini saqlanadigan vaqti bor 4 oy 10 kun. Qarliq deb qo'yamiz, qarliq tutilgan 4 oy 10 kun vaqti bor. Shu vaqtni saqlanib, undan keyin nikoh buzildi ularniki. Endi juyganda, bayqa aytgandek, bir adam suv quyib berdi, 3 adam juydi, 5dan turgan adam o'tirdi, bir adam turdi, ostida bir adam turdi, 3 adam juyimiz. Bizning hozirgi shu nim bo'yicha so'zlab beray, kunda 5imizni o'tib atgan nim bo'yicha. Birinchi istinjo qilamiz. Istinjo deganimiz avrat oldi oqisini tozalab juyimiz. Aldı akısını pakkız tazlab juyib, bunu meyit tek katmadı, muşu paytda, muşu məhram suyugu muşunun üçün eğildi, birinci günü.
1-2 saat ötkenden keyin bu meyitni mına otağızmız. Astını götürüp bunu belini otağızıp qo'sog'ini basımız. Otağızıp turib. Qo'sog'ini basgan paytimizda bu meyitning ichida havo, har qanday bir narsalar, najaslar bo'lsa chiqadi. Shu chiqcha pakkiz tozalab yuyitmiz. Pakkiz tozalab yuyitmiz. Buni latini ochmaymiz, qo'limizni ostidan selib, so'ng qo'limiz bilan yuyimiz. Qo'limizga mundaq bir parcha lati olamiz. Bir parcha lati bilan so'ngdab turib, bu oldi keyin yaxshilab yuy olamiz birinchi. Ondan keyin istinja qilib o'tirib, ishitga banasi chiqib bo'lgandan keyin buni meyitni tahoratdan boshlaymiz, uzudan boshlaymiz. Bu beshida turgan odam qo'lida latisi bilan qo'lni latini sulab turib, buni eg'izining ichiga qo'li kirgan yergacha. Buni tishlarini pakkiz qilib, bu burunlariga qo'li siqqan yergacha siqib, bu burunlarini bunday yuyib, uzunni to'liq uzi bilan yuyishni boshlaydi. Ondan keyin shu beshidan boshlab, buning beshidan ta oyog'icha buni ustini 3 odam beshidan o'tirg'icha, o'tirib turgan tizig'icha yo'qotga putini to'liq beshidan oyoqcha yuyib chiqamiz. So'ngda qadimgi o'zimiz monchiq tushgandek qo'llarining barmoqlarining oralarini, qo'ltiqlarining oralariga qo'limizni tiqib yuyimiz. Ma suyak egalari qarab turdi degan gap bor bizda. Ma suyak egalari bir qarab turgan odam etib turish kerak. Qo'lning barmoqlarining oxirlarini yuyitinglar, mun bo'yinlarini yuyitinglar, mu kayindi kirib qoldi deydigan narsalarni shu kishi etib turish kerak. Bizda mundaq narsalar bor, bir kamchiliklar. Hammani putgandan keyin voy durus yuymay qoldi deydigan gaplar bo'lmas uchun shu egisi qarab turdi o'zi. Aslida hamma odam pakkiz yuydi, lekin bir odamni guvoh chiqib qo'ymiz shu uyning egalari, o'zimizning urf odatlari shu. To'liq beshidan oyog'icha yuyib olgandan keyin meyitni bir yoqqa o'rimiz. Bir tarafga. So'ng qo'liga o'ng tarafidan bu yoqqa bunday ko'tarib turib, bu lati ichilmaydi. Buni oqisini so'ngdab yuyimiz bu yoqni. So'ngda bayqidek so'ng bilan to'liq bu oq tarafni yuyib olamiz. Yuyib so'llarni eqitib bo'lgandan keyin meyitni tushirib bu yoqqa o'rimiz. Ikkinchi tarafiga. Bu yoqqa o'rib turibman, xuddi shundaqla beshidan boshlab mush oqislar sustagimga yerlarga so'ngdab toza ham yana to'liq yuyib chiqamiz. Endi shundaqla bir o'tkazgan kamchiliklarimiz, endi meyit suvga kirganlar ba'zi vaqtlarda bilmasdan kiriblar meyitning tiymoqlarini oldigan, soqollarini yasaydigan ishlar va u narsalarga tegmaymiz. Saqılı bo'lamda o'sib ketamda, tiymiga o'sib ketgan bo'lamda u narsalarga tegmaymiz. To'liq meyitni yuyib mana shuning bilan tugaydi. Yuyib bo'lgandan keyin qaytadan meyitning ichki putini chatimiz. To'liq lati bilan qurg'ulab surtib, lati bilan yuyib bo'lgandan keyin bir latini elib qurg'ulab meyitning ustini, ostini ham yana qurg'ulab, mana yo'l bo'lib ketgan latini başka latını üstü giyip turib bunu yiyip koyup bu qaytadan mushundaq bir latını yiyip ineklerini hamını qaytadan öz o'xshash chatimiz. Va mushundaq qaytadan inegini chatib, beshini qibliga qartib yotqizib, yerga bo'lmasa taxtiga bo'lmasa yug'ishlar yaxshi bo'lsa shu yug'ishning ustiga qo'yib endi uyning turishiga qarab qibliga qartib yotamiz. Endi ba'zi uylar tor bo'ldi. Buni qibliga yotqizishga to'g'ri kelmaydigan joylar bo'ldi. Uylar boshqacha siyingan. Shu uylarda meyitning beshini kun chiqishga oyog'ini qibliga qilib yotqizsak bo'ldi. Ikkinchi yo'li. Birinchi agar qibliga yotqizishga mumkinchilik bo'lmayotsa uyda beshini u yoqqa qilib oyog'ini qibliga qilib yotqizsak bo'ldi. Ustiga oppoq lati bilan shunday yotqizib qo'yib qo'yamiz endi. Ats yerlaymiz, qabristonlik bitsin deb kutimiz, ustiga yotqizib shunday qo'yib qo'yamiz. Mushu yuyish bilan kafanga o'rab ochiqib yerlab atsak bo'ldi. Lekin biz ats yan qaytadan yuyimiz deymiz, ats qaytadan takrorlab yuyish ki bo'ladi, hech qanday bir ziyon yo'q endi. Başqalarga o'rganayotganlarga o tajriba bo'ladi, meyit kim yaxshi bo'ladi. Ikkinchi kuni xuddi shu birinchi kun qanday yuygan bo'lsak shunday yuyimiz, lekin ikkinchi kuni ba'zi meyitlar qaytib ketadi. O'tirib buni qo'ssig'ini bosamaymiz o'zi. O'tag'izolmaymiz. Ketib qoldi meyit. Shuni birinchi kuni maram suyiga olgan paytimizda shuni o'ltag'izib qo'saqlarini besib
ішіді ба, елі болса, әрқандақ нәжас болса шығырып етшіміз керек. Мұнлықы мейтіні қоп қойып, 1-2 сағат туған деген қосақ көп кетедіған ішлау ағы. Мана мұшу німдің сақылыңыз үшін шу бірінші мәрәміз суйық аған күні отағызып қосақларын бесіп шығырып еш керек шымдасылан. Çamımızın yetişçe. Ayallarımı muşundaklı juydu. Muşundak yatkızıp kıblige kartıp üstüge rahni yiyip boldu yatkızıp koydu boldu. Andi atsı işkinci kedim xuddi muşundak suğu alımız. Suğu ep boğan degen andi kefenge uğraş gerek. Kefenge öteyle. Karanla hazır elhamdülillah bugün günümüzde Həminim aslan болып кетіп барды, бұрын буылырымыз, аты буылырымыз, рәхлеріміз тар тикетті, бір-бірсі қошып. Бүгін ені кәң рәхлер шығып кетті, 1,5 метр мейтінің юған кішікілігі қарап, әгер мұны рәх етсе, мұш өзінің қойсақ болуды. Мұны рәхіні ағанда мейтінің ішке әдем кіріп, мейттін өлчәйміз, әнді нұрғын вақылады имамла үйақ бияқла кет беріп, мұш жігіт башыла, сілі өзаңладың Алла разы olsun, өзаңла тикетған күлді болып қалды. Şu вақылада мейттінің бешеден өткізіп бір 20 санта. Біріншісіні қойсыла, лифафа дейді бұны. Оның өткен изардап ішкісі оқшаш болды. Бір сәл ұзын, бір сәл қысқарақ болсы болды. Ішкісі маңыды. Üçüncüsü kamis деп маңыды көйнек. Қараңла бұл, мұны бойыныдың, мұны тізіден өтіп тұрыш керек. Мұны бойыныға кигізген уақытыда мұны тізіден өтіп тұрыш керек. Бұны мұнда қылмыз. Рәхні мұнда отырдың қатлап алмыз. Андайке мұнбұрыш қалымыз мұнда қатлаймыз. Onun için mun buruşunu kırçıp evetiniz. Bunu keskenden keyin, bunu kesip bolgandan keyin muşaga koyumuz qaranlı. To'xtab, içip agar kim Мұны бойыны кішігерек болып қалған болса, мұны отырдың да жітсілер. Жітсаңлар мұны яқыға оқшаш болды. Мұны көйнегінің яқысы оқшаш болды. Көрдің ола ма? Андеке мұны төп үстіге бір қауатыны қатлау етіңіз. Қатлап мұшында қоп қоймыз мұны. Астыға мұн бәлі отырдың астыға бір тал жіп сеп алысыла, пұтның айығы бір жіп сеп алысыла, мұш латыдың. Мұн 5 тәрәпке бір жіп сеп алысыла. Мейітіні жүйіп, құрғыдап болғандың кейін, мейітіні көттіріп, мана азыр мұн жітқаяға көттіріп қоймыз. Мана мұшында қоймыз. Андың кейін, мұн көйнәкіні мұн бешеден кіргізіп, кигізіміз. Үстіден мұнды кигізгенден кейін мұн қадемгі көйнектегі болды қараңлау. Яқы суа көйнек оқшаш көріп атамызда. Мұны бүйіқіде еш қаған латыны бұқыны қатлаймыз. Бұнда қатлаймыз. Ішкенші тәріпіні еліп бүйіқ қатлаймыз. Мана бұны қамис дейді. Қараңла мүшия кегенде мұны аяллады нұрғын иқтылап ба. Аялла Ның әсілді киімі шарият бойынша 5. Азмана біз 3-шіні қылдық. Аялла мұш 3-шіні қылды. Оныңден кейін химар деп яғылығы ба, мұн көйнекінің немсігі сейінді. Яғылығы. Анден кейін хилқа деп, мұн көкіректің кіндікші еп тұрылған латысы ба. 5. Болды башық керек емес. Аз біздің аялларымыз оны 10-12 көйліп, бәзі әледі астығы латы салыш керек, бияқы латы салыш керек деп, әмегі латы салды. Ондағы емес, 5 болсы етіді. Mana muş yağılığı boldu, hem nima xilqa deb mümkinligini yeyip turgan boldu. Sizlardan so'rab qolsa 5 deb tushundirsizlar. Ahaqlarniki o'xshash, faqat yağılığı bilan ko'krakni yeyip turgan latısı bo'lish kerak deb aytishlar. Buni ko'ynakni kiygizgandan keyin buni oldida yeyip turgan avrat latısını tatib chiqarishlar bu yoqdan. Avrat yeyip deydi ku boya. Shu latını bu yoqdan tatib yeyishlar. Ondan keyin ki nimning ikkinchi nimisini elib yapamiz. Birinchi o'ng tarafni na tatib mayak bo'g'im qilganga chiqirmiz qaranglar. Ondan keyin bu so'ng tarafini tatimiz bu yoqqa. Bu latimiz qisqa bo'lib qopti, azroq deydi.
Mayakka boğum kılıp mında bağlaydıgan çıkarımız karanglar. Asın tarafta mı şunda boğum kılıp bağlaydıgan çıkarımız. Andan keyin o ikincisini. İkincisini mi xuddi şu birincisiga o'xshashlam tatib turib, bu yoqni bo'g'im qilib ikkinchi tarafga bog'laymiz. Bağılgandan keyin mana 3 tarafdan, 5'den, o'tirdan yeshildigan qilib qabrga kirgandan keyin chunki buni yeshidi o. Bantik qilib deymiz-ku, bantik qilib bog'lab qo'yamiz. O'tirdan bir yerdan bog'laymiz, ham oyog'idan bir yerga bog'laymiz. Bo'ldi, meyit nimaga tayyor. Endi bizda Uyg'ur xalqida buning sirtidan adiyal o'raydigan ishimiz bor. Buni o'rab bo'lgandan keyin buni teshiga buni yana bir adiyal qo'yamiz. Adiyalni nima xuddi mujnunga o'xshash o'rab yopamiz, 3 yerdan bog'laymiz. Bu nimaga deganda buni meyit boshqalarga ko'rinmash kerak. Lahatni ichiga akilib ketamiz. Tushundinglarmi? Qarim so'roq. Ashni kepenga iyakni oyoqni yeshitdimda. Ya inekni oyoqni qabrga akirganga yesi bo'ldi. Qabrga akirib qo'ygandan keyin meyitni mushunda qo'yib qo'ysin bo'ldi, uning turgan hech qanday narsa yo'q. Endi ko'nglim asli 5ni qiblaga qo'yamiz birinchi. Buni o'zini echib, inekni chatib qo'ydik-ku. Inekni jipni yechib etib, o'zini qo'yib, kirpish akirib berdiganlar, kirpish beringlar deydigan ishlar bor. Buni 5ni qiblaga qartib, mayaga to'pib yo'laymiz. 5 bu yoqqa burilib ketmas uchun. Bergan yarim parcha kirpishni mushning buni biqiniga qo'yamiz. 5 bu yoqqa o'rilmas uchun. Tushundinglarmi? Andan keyin bu putini yechib, putidagi buni qo'shib qo'ygan barmoqni yechib etmiz bo'ldi. Buni mushunda qolaverdi. Buni o'tirdiki bo'qish nima yechib etmiz bo'ldi. Keyin buni puti almishib qoldi, buning orsiga kesak solish kerak degan ishlar bor, u shariatda yo'q. Dinda yo'q. Bunun puti hech kimga hech qanday bir almishib qolmaydi bo'ldi. Uningdan biz anzirinchaq bo'ldi. Alloh taolo o'zi u yoqda o'zi yeshidi. Tushundinglarmi? Meyitning kepillashi mana mushuning bilan o'tadi. Yani savollaringlar bormi? Ras. Qarim o'sha nimga akirganda go'riga o'zini ochdi, ochmaydi degan gap bor yana. O'zini echib qo'ysin bo'ladi. Bayman aytmoqman, o'zini echib qo'ysin bo'ladi. O'zini ochganda bunu yeshilgan nimni yog'liqqa o'xshash qilib qo'yamiz beshiga. Buni o'zini ochimiz-ku. Ochganda buni bundoq yog'liqqa o'xshash qilib qo'yamiz. Buni beshiga do'p kiyib turganda qilibchi, beshini qiblaga qartimiz. Qiblaga. Mayaga to'p yo'laymiz. Besh bu yoqqa burilib ketmaydi. Bir parcha kirpishni ep mushak yo'lab qo'yamiz to'pi bilan birlikda. Ostiga qo'ymaymiz. Buni biqiniga qo'yamiz. Üzünü açmızdak eşitimiz yok. Beşini kıblege kartıp bilen üzünü yiyip koysak mı buluyordu? Şart demez. Qarmiyan şundaqlı endi burun şu bir şahidni yezip koyduğun yerler vatdi. Ola bolamdı, bomamdı, ötken... Endi qaranglar, o kirpishki la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah deb koyduk o beşiğe. Ekirip koysa, kabirde yatkan endi hammanglarga ma'lum, insan dünyadan ötkenden keyin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da hadis geldi. Adamlar onu açıp yerlep kayıtkanda, biz yerlep toplarını yiyip etip, onun kayıtımız o. Ma insanga kayıtıdan can verilgende, Allah'ın kudreti bilen sual sorak tatılgan payda, bu oğanganda ketpagan adamların önünü anlaydı. Puturunun izlerinin önünü anlaydı deydi. Şu vakti da bunun iki perişte geldi, nünker bilen münker. Bunun kirib ma rabbuk, rabbin kim, ve ma dinuk, dinin nima, ve ma nabiyuk, peygamberin kim bo'lgan degan 3 savolni qo'ydi. Shundaqla mushu dunyoda butkul kechirgan nimasi mana mushu kunda mushu qabrda savol so'roq sotildi. Savol so'roq bo'ldi mushu. Agarki buni dunyoda, buni odam, dunyodan o'tgan odam Allohni to'nib, payg'ambarni to'nib, dinim islom deb dinga beqinib, masjidga berib, Alloh uchun xizmat qilib, millatiga, diniga xizmat qilib yurgan odam bo'lsa, savol so'roq oyat yenilik bo'ldi degan. Savol so'roq yenilik bo'ldi degan. Agar buning hech qanday dindan xabari yo'q, bag'anni ko'ramiz, kim berkaptiki uyaga deb yurgan bo'lsa, mun odam. U yoqqa berib dunyodan o'tgandan keyin uningga kirpishki la ilaha illallah deb yezib qo'yib emas, Qur'onni beshiga qo'ysang, uning hech qanday foyda bermaydi degan. Beshiga Qur'on kitobini qo'ysang foyda bermaydi.
Adam muşu dünyada Allah'ını tanış gerek, peygamberini tanış gerek, özünün dininden kayısı kelligini, özünün musulman kelligini biliş gerek. Dünyadan ötkendeki onunla hiç kim yardım kılmaydı. Bir hoş etadigan narsa, agahlandıradigan. Baya dedi o ayol o'lqasa yo'ldishi kirib tutmaydi. Kirib xo'shlashish bo'ldi, mayda bo'lib oldigan narsa bada. Adil imomlar demoqchi bo'lgani kelib, yaqin so'yib, sipash u nima emas, durust emas. O talaq tushgatdi degani shu. Biroq kirib xo'shlashib chiqsa bo'ldi. Мәшәл мұшы талаш ба біздің жұртымызда. Ой, болды, никас бұзылды, yo'lda kirishga bo'lmaydi, xo'shlashga bo'lmaydi, faqat kirgizmaydi. Ya. Bu yerda farqi yaxshi tushuninglar. Bo'lmaydi deb undaq qilmanglarda. Kirsa, kirgan bilan yaqin biroq undaq sipab, voy do'stim ey, u bu deb u bo'lmaydi. Ammo kirib, jamoatga o'xshab kirib xo'shlashib, rozi bo'lib ketgan deb chiqatsa bo'ldi. U ruxsat. Ikkinchi narsa, baya Adil imom birinchi kuni Maryam sura ilgan chaqda nimni bag'ildi u. Engak bilan nimni bag'ildi. Dedi, ketish ketsa, ketib qolsa, bu bağılmışsın hacet emas dedi. Hem de meyada biz hazır davatımız meyada yakın ki Adil İmam başlıkçan düşen dedi, Almut Nurahmet İmam, Nurmehmet İmam, Yalqın İmam başlıkçan düşen dedi, bola bir emeske de kamanladı. İndak mı boldu, mındak mı boldu. Biz davatımız ketip kalsa, etsi namazını aldı da jugan çağda ketip kalsa, bunu bağılmışsın boldu. Ketip kalsa. Eğer yumuşak bu kalsa, ben her türlü namaz bu kaldı o. Bugün ölüple 2 saat açık getirgen vakitlan bu kaldı. O vakti de ketilmaydı. O vakti de bağla koydu. Eğer bağlamışsa, oy bağlamaptı, hata bu ketti degen gap yoktu. Muşunu bilvelenlerdi. Hoş. Cinaz namazda. Sep tutulan vakti da dastlabki endi takbir etildi, quloq qaqimiz. Keyin yana 3 takbir etildi oyog'ida. Shu birinchisi quloq qaq bo'lib, ikkinchisi de Allohu akbar deganda undaq osmon bosh ko'taradigan ishlar bor. Shular qayerdan qaychan, shu to'g'ri emasmi? Shunga bir javob bergan bo'lsanglar. Bismillahirrahmanirrahim. Biz Hanafi mazhab bo'yicha birinchi takbirda qo'limizni ko'taramiz, quloqchan, quloq haqimiz deymiz-ku. Jinoz namoz bo'lsin, 5 vaqt namoz bo'lsin. Shu birinchi takbirda quloq haqimiz, jinoz namoz. Keyingi 2 3 4 ta quloqni qaqmaymiz, beshimizni osmon ko'tarmaymiz. Shu ostiga qarab turamiz-ku, sajda qildigan yerimizga. Shuning o'xshashlar beshimizni asha qarab turish, Allohu akbar deb ichimizda desak bo'ldi. Beshimizni osmon keltirish yo'q. U atuq harakat bo'lib hisoblanadi. Namozning sirt harakat bo'lib hisoblanadi. Endi mayda yana asasen muhim so'roqlarimizning biri mayda bay deb ketgandek biz 70 yil Ruslarning qoidasidan hayot kechirdik. Bayaqı degandek dinlik saatimiz töven ya bo'lsa faqat yo'q. Mushu ulug' mushu Qur'on Karimda g'ayb bir masala yo'q, lekin hadislarda bor. Masalan, 4 mezhepdemiz, sünnettemiz, şiittemiz. Bu iqimlarda hamısının tutqan yolu özgüce. Her kim özünün tutqan yolunu durust deydi, başkalarının adaşqan deydi. 73 iqim, onu Allah öz bildi, kimden durust, kimden hata geldiğini. Endi bizni ötkende cümledime meçitte dedi, kitap, dini kitaplarını ekirsanlar, biz onu görüşümüz gerek. Andın keyin sizler aşını kitapını meşit koysanlar buldu dedi. Demek o başka bir iqimlardan bulup kelishi mümkün. Çünkü asasen biz Abu Hanif mazhabından kelmiz, O'rta Aziya, İranlıklar, Şiit, yani bir başka iqimlardan. Demek bizim nimalarimiz bir yerden çıkmaydı o, tutqan yollarımız mı? Bir de çıkarak bizni ensirtmeydi, bir aram kıldığında bizim medeniyetimiz, terakkatimiz, sennetimiz de başına bağlanıp ketken gapni açığı saz, nakşa, usul işleri. Şu biz mevatkan mezhepte muşlağa ruhsat kılınamdı, kılınmamdı. Gayb bir mezheplarda ulu işte doğru kemeydi ki, şundaqlaki
namaz хан деген bilan ma ularning namoz o'tishimizmi har xil biri quloq qaqmiz, birimiz qaqmaymiz, birimiz duo qilamiz, qilmaymiz degandek nurg'un ayrimchiliklar bor. Mushu sozga bog'liq bizning mazhabda ruxsatmi, ruxsat emasmi? Shuni bir depagan bo'lsanglar. Endi buni savolga javob berish uchun bir şeyde yani Burhan akamning bunday so'zlab ketdi. Har xil mazhab, har xil fikrlar bor. Meniki to'g'ri, qolganlarniki noto'g'ri deydi. Buni dunyo musulmonlar ichida dunyoda 4 mazhab qabul qilingan, hammasi e'tirof qilingan mazhab. Bu cho'ng 4 mazhab. Imom Abu Hanifa, Shafi'i, Imom Ahmad, Malik. Bu 4 mazhab hamma dunyoniki hamma musulmonlar e'tirof qilindi. O'xshamashlik yerlari bor, biroq sening xato mening durust emas demaydi. Hammasi bir-biriniki durust deydi. Ham qolgan yeni chiqqan mun eqimlar ular xato deymizda. Ammo 4 mazhab u xato desak durust bo'lmaydi u. Hamda naqshi sozga kelsak, naqshi sozning buningga fatvo bergan har xil fatvolar bor, ixtilof masala. Hamda biz baya yuqorida aytgandek O'rta Osiyo asosan Abu Hanifa mazhabi, shu O'rta Osiyoning ichida bizning mamlakatimizning o'zimizning diniy boshqarmasi bor. Shu Qozog'istonlarning musulmonlari uchun shu bizning Qozog'iston musulmonlar diniy boshqarmasi javobgar. Shularning fatvosi bo'yicha amal qilamiz. Shu diniy boshqarmaning fatvosi bo'yicha naqsha agar shu naqshining ma'nosi insonni yaxshilik chaqasa, ota-onani hurmatlashga, urug' tuqqanchilik, qarindoshlik munosabatini mukammallashtirishga, turgan ona yurtini qadrlashga, suyishga, vatanni qadrlashga, suyishga va shunday yaxshi narsaga chaqiradigan ma'nilik naqshlar bo'lsa, uni anglisi bo'ldi, ruxsat. Hamda ma'nisi yo'q, bizni razil axloqsizlikqa, uyatsizlik ishlarga chaqiradigan naqshlar uni anglashga bo'lmaydi, bu harom. Hamda yaqin biz bo'ldi desak, biz shunday xalqqa bo'ldi desak hamma narsani inqitimizda, yo'q, har bir narsaning o'zining o'rni bor. Naqshi sozning o'zining o'rni. Kunda anglayversang bo'ldi deymiz. Naqsh xo'shalliklarda, to'ylarda, ot to'y deymiz, sunnat to'y deymiz. Bir xo'shallik nimalarimizda naqshini anglab, mashrabda an'anam kiyotgan mashrablar naqshini aytadi-ku, mana. Masalan, boyiqi bolalarimiz ilm to'g'riliq qanday yaxshi naqsh, bilim to'g'riliq yaxshi naqshida, ma'nosi yaxshi bilim izlashga qiziqtiradigan naqshlar. Undaq naqshlarni anglasak bo'ldi. Biroq mayda anglashib bo'ldi deb naqshlarni anglayversak, biroq bir adolatlik kerak-ku bizga. Bizning dinimiz adolatlik. Masalan, Kur'an o'qishni anglashni xohlamasak, Allohning so'zini anglashni xohlamasdan inqimas naqshi anglash bo'ldi-ku deb atini kechgacha naqshi anglayverib, biroq Allohning so'zini anglamasak, bu Allohning kalomiga bo'lgan adolatsizligimiz bo'ldi. Shuning uchun bo'ldi, biroq ham narsa o'zining chigarisida bo'lish kerak-da. Bo'ldi deganimiz. Bo'ldi dedi debla qarma deb atini kechgacha naqshi anglasak, iymonimizni ojizlashtirsak, bu noto'g'ri bo'lib qoldi. Yaxshi. Demak, aniqroq aytganda Lakin çekip alsam, içip alsam, söyüp alsam diye sözler bulmaş gerek o naqshning içinde. Şundak endi. Hoş, şu andık endi. Lakin ortalıkның naqshlarını taşak ettik ular kayfoyum diyen sözlerini demen de. Bir öyge kirdik, bir nimdemiz patiga Kur'an o'qishga to'g'ri keldi. Lekin tarat yo'q. Bo'lamdi Kur'an o'qisa? Taratsiz Kur'an o'qish bo'lamdi degan masala-ku. Qur'onni tutib o'qisak tahorat kerak. Tahoratsiz Qur'onni yodga surlarni tahoratsiz o'qishga ruxsat, biroq g'usl bo'lish kerak. G'usl bo'lish shart har doim. G'uslsiz Qur'on o'qishsa bo'lmaydi. Hatto yodlig'imizni o'qishga bo'lmaydi, Qur'on tutib o'qishga bo'lmaydi. Tahoratsiz yodlig'an Qur'ondagi oyatlarimizni tahoratsiz o'qisak bo'ldi, ruxsat. Tutib Qur'onni tahoratsiz tutib o'qisak bo'lmaydi. Qur'on o'zida. Ammo yodlig'imizni misolga boyiq degandek ta'tlab kirdik, bilgan suramizni o'qib chiqatsak bo'ldi. Biroq g'usl bo'lishi kerak. Qani, g'usl to'g'risida bir javob berasiniz, unga biz 25 sanadan chiqib o'tkazsak. Bismillah, alhamdulillah, va salatu va salam ala rasulillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Endi g'usl degan utur ma'nosini oldigan bo'lsa, g'usl degan juyunish degan ma'noni bildirdi. To'liq boshni oyoq juyunish. Endi bu g'uslni vojib qildigan shu agar er kishining yoki ayol kishining urug'i chiqqan bo'lsa, shu vaqtida g'usl elish vojib, farz bo'ldi.
G'usl degan ashu. Ya'ni urug' chiqqan bo'lsa yoki ayoli bilan yaqinchilik qilgan bo'lsa, ayoli bilan yotgan bo'lsa, jinsiy munosabat bo'lgan bo'lsa, vaqtida g'usl elish farz bo'ldi. Shuni to'liq boshdan oyoq yuvishni, shuni g'usl deb ataydi. Endi g'usl elishning o'zining farzlari bor, sunnatlari bor. Og'izni chayqaydi, burnini chayqaydi va to'liq boshdan oyoq o'zini yuvadi, u farz. Undan keyin sunnatlari bor, o'ng tarafdan boshlaydi, undan keyin tarat elib boshlaydi deganlar hammasi sunnat. Farzni ado qilsa, to'liq bir g'uslni ado qilgan bo'lib hisoblanadi. Xo'sh, shunisi qo'ymaslar. Xo'sh, endi lozim bo'lsa keyingi mashrablarda yana so'roqlarimiz bo'lar, lekin bugun vaqtimiz endi yigit pishirining vaqtiga kelib qoldi deb o'ylayman. Xo'sh, yigit pishiri ishi bo'yicha o'tgandimi bu temalar bir necha qatam qo'zg'algan. Moshadima liqi bu so'zlar bo'ldi, ko'riniyatim bo'ldi, lekin boshqa masalalar aralashib ketib bu masalani dalamay qoldik. O'sha yigit pishirining saylash degan bir temamiz bor edi. Bunun to'g'riliq nurg'un gap so'zlar bo'ldi, lekin biz oyog'i zodli chiqaramay kelyotdik. Masalanga Alloh odatdagi o'sha yigit pishirining ichida bo'layotgan ishlarni bizda Olmaota shaharlik bosh yigit pish bor mana. Abdumajid Iminov. Biz Naq maydonda 2019-yil 21-dekabrda Dom Durjubida 8 nahiyaning bosh yigit pishiri ham o'rinbosarlari sayildik. Andan biroz vaqt o'tmayla 7-8 oyning ichidan yana shundaqla yana bir yigit pishini sayildi. Sayilganda 4-5 odamlar o'zaro kelishiblar, o'zlarining nima deymiz? Foydasiga yoki shular kerak ya lozimki o'zi saylab oldi degandek. Shuning bilan bu qanday biz Şəhəröçə Yigit Pishir İttifaqının reisi bor. İşləb kelyotdi, hammamiz bilamiz. Ular ashtaq bir odamga muhtoj kelmiş. Araliqda ona 12-martda bir yil yana bir Yigit Pishini sayildi. Yigit Pishining ketmagini uqmaymiz, shaharlik Yigit Pishi. Uni bir 30-40 odam o'sha Naq maydonida bo'pti. Shularning ichida bir 4-5 Yigit Pish vaka qolganlari endi allaqallari ular bular o'xshaydi. Yan bir yigit pishini saylagan bo'ldi shaharlikni. Endi bizga mana kerakmi shu ishlar? Shuning uchun shu Bashar o'tirgan yigit pishiri har qanday narsaga tarixsiz bo'lmasin, aslag'imi deyish kerak Nahmadan. Nima uchun qilyapsa buni? Kimga kerak? Kimga foyda keldi? deya o'xshash so'zlarni deyishimiz kerak edi. Endi Moshna to'g'ri qanday muzokara qilsak uzoq vaqt ketadi, uni yili bo'lsa-ma, moshni bir quloq tutib qo'ygan bo'lsanglar, favqulodda bizning o'sha shaharlik bosh yigitmishimiz o'zini vazifasini atqaramayotdi. Deyli o'rnidan shu nima deymiz ularni 4-5 odam saldiganlarni samozvanisi deyish bo'ldi, boshqa odam deyish bo'lmaydi. O'sha odamlar mesha qo'yib, demokratik asosida sayilsak, u gulnisi gul bo'ldi, ham ishimizni olg'a bosadi deymiz. 4-5 adam bir saylavasa, 4-5 adam bir saylavasa bizim ittifaqımızın buzgandan başka iş yok. Fayda ekemedi deb o'ylaymiz. Havas salmız mı ya degan fikrlar bormi? Kim qanday fikri bor? Xo'sh. Assalomu. Meni ismim Olimjon Tilvoldi. Men mana shu sizlarning oranglarda yurgan bir o'zimning xalqiga jon petalik emgak qotgan odamdan bir deb hisoblayman. Men ili sultonligida shu yigit pish sistemi shu yerda shakllangan. Men biroz o'rgangan odamman. Tayinlash bo'lmaydi. Saylash, ochiq saylash. Men tayinlangan bo'lgandan keyin buni qabul qilmayman. Obro'yim bo'lmaydi, u tayinlab etgan. Umumyüzlük ko'pchilikning bilan saylanish kerak. Endi bu yigit pish sistemasininki ishki qurilmasi u yerda nihoyat aniq. Hamma narsa aniq. Qay vaqtda bak qilib saylandi. Faqat 1000 o'lik bo'lganda bak degan ata qoldi. Qolgani 105, 55 bu yigit pishi. Hammamizla bak bo'lib ketsak, mana dunyoning hammasini qalam qalashtiramiz. 1000 bege, shang bege juqursa 1000 o'lik.
bizde ma jigit başlarının 100 aylığı ilgili kılgan jigit beşi işte kısak öz ornuga akasak buludu bu narsa ançık kıyın emas. Biroq bugünkü bizim şaraitimizde en muhim mesele tayinlash ketmeydi. Saylay apırpılar bizim ziyalarımız aralashması bu meselege. Bizim ziyalarımız yaman çoğun ziyan keltirip etti bununla. Uygur ziyaları al şunun içinde özüңлар yaxşı bilsizlar, şair, yazgıç, alim, jurnalistlerimiz bu işe aralashıp aldı, bu qat'iy bo'lmaydi. Bu senin jigit beşi şu sistemimizin içideki bir mesele. Çünkü bu toy tökün, ölüm jittim en muhim meseleler bilen bağlılık işlerini kılsızlar, jutnunki. Şunun için biz mayaqtın bilermenlik qilsak bo'lmaydi. Tayyorlash meselesiga kelgan vaqtda o'zinglarning mavqalaringlarni ochiq ko'z tinglar. Rahmat. Demek jigit beşleri özlerinin meselesini özleri işidi. Sırtın bir adam özlüğü şahsi bir jigit beş saylar çıkıp olmaydı. Açtık mı? Eğer bunun diken bana asli bizim kaydımız jigit beşlerinin. Jigit beşini her kandak jutta jut özlü saylaydı. Onunla Moskva'dan ya Beijing'den kep saylapamaydı. Jut özler tallaydı, özler sallaydı. Şu juttan çıkan jigit beşi, kapçık. Rayonun jigit beşini saylaydı. Şu beşin katlıqan rayonun jigit beşi, rayonun jigit beşi, şehrin jigit beşi saylaydı. Başta bezler bilen kelse, işimiz retlik mi oldu? Bizde tarmak demeyimiz, iqim demeyimiz, bizim bir neçe bölümde olmayımız da bir olmayız. Eğer bu sistemde mağsak, durus oldu deyişler olsa, kolunla kötesin ala. Karşılık yok mu? Karşı. Halis. Demek ki şu tutkan yolumuzni mekan tutaylı, bunu Almuta Beyler Meşterinden çıkan kararı, bunun da keyin iyad bir jigit beş sayılsa, kara otamayımız, beşimiz yak çürüp. Nahmaydan için deyişki gerek. Hoş. Жигит башла жутқа подотчетный только. Жут сайлыған жигит баш, жигит беши жуттан алдыда совет берді. Әбәке районнеке, ашу район наяның жигит башлының ардыда совет берді. Тоғыр емес му? Мәдениет мәркези жигит башлының işiga aralashmaş керек. Болды. Ел осыма iştigen nurgun Uygur Medeniyet Merkezimi bizniki hemeslen birlikte işlesek hoş ketmeydi. Hoş. Yani şundaqla bizde her daimlik bir ara muqatqan meselelerin biri muş köyge öy, ağırsızlıq ve başka yerden muhtaç işler köp. Onun da endeliqi nindeyimiz muş peytini paydalanıp aferistlerimizin orası Uyguristimdeydi şununla. Açtaq bir işlamı bayçu, başta işini paydalanıp getirilgan. Başta peytlerde endi her mele özünün problemisi özünün yaşkın duruz. Eğer işemse nahiye çıkıdı, nahiye işlemse şehir çıkıdı. Şundan bu mesele yeşildi. Qandaqlı mesele olsa. Lekin hem bir problemini koyuversanlar, jigit beşlerinin beşik akır ketidi. Onun lekin ekbirdi 10 ming 20 ming ötkendi biz palanchi melgi biz bagan qilmish biz bermaydi deydi. Yan jigit beş ko'chaga chiqish kerak. Agar favqulodda o'tgandimi degan, favqulodda bir jutqa ya bir odamga yordam qildingmi? Şunu şu zaman unutup kelish kerak. O baginin sadaqa retidi bagin. Ötni retida qadr retidi bersan, uni bangina durus. Çünkü jigit beşler avarib ketdi işte. Kelishdikmi? Endi mushu mesele bo'yicha bayqi mushu deb ketdik-ku. Ağırsızlıq, öy köygen, ya şundaqla yerden muhtaç ailelerge bizning jigit beşler ittifaqida Mahmudcan Mansurovga biz şunun mas'ul bo'lgan. Maxsus şunun telefonga chiqib qandaq bir kamchiliklar bo'lsa, qandaq bir yordamlar kerak bo'lsa, shunun deyildi. U undan ittifoqdagi jigit beşler va cho'ng jigit beşlerga ashay chiqib, mundaq bir masalaga deb o'tirib qo'ydi. Ashada bo'ldi yordam qilayli, mushu ishga yordam qilsak bo'lmaydigan deb bir o'sha bir qaror chiqqandan keyin undan keyin WhatsApp'lar e'lon qilindi. Bo'lmasa bir ko'chada ketib turiblar, "Men mundaq bo'pti, andaq bo'pti" deydi. Uning kayinda kim borligini hech kim bilmaydi. Onun jigit beşini uqmaydi o məlinin, nim bo'layotganini. Ayıqda tegin topolmaymiz. Qarasang, bir uysi bo'lgan, men birini qo'yotgan, ashtaq unda ishlami chelak ishlarini bo'lgan. Shu sababni deyilayotgan gap, buni aniq demidik. Xo'sh, endi men oxirgi masala bo'lsin, bundan boshqa masalalarimiz bordi. Bu yerda zaruri
Мұны ақырғы пәйтті bu yaşlarımızdan cıqqaraqlıqı acırış gitpagan işleri köp olup gitpardı. Endi hazırkı zamanға bağlıq turmuş başçan boğatıdı. Zamanında endi atanlarımız kırjıgan, kömü otqalattı, şunu oşat nurgun kaç kumuşu yedi diyende işlerimiz çıktı. Bugün günde tarak etken zamanda ulanın iş kayısı yok, kırmızımaydı, kaç kumuşunu seviyetido çıkıdı diyende. İğir kündükümde yenilik günlen hayat geçirip birden başka bir öyge turmuş çıkan kelin o yani ipi cipini alamay bir dolda turmuş semyanın buzulduğun işleri köpeğe git bardı. Şu sebepten de eğer Muşu kısıkçan esak asli bu uzağırak diyemedi ki yel olsun yani muşunun Mellede oğay, şehir içinde kişinin tasarruf olsun mümkün. Mellede açtak bir aile toy kıldı, ügünemele kitaptan açlar olsa, ahırkı kadimini acışı aldı da. Şu jutdan jigitmişi, imamı, şu hanım kızlarının bir çoğunlarak bir mamayla, yaması hanım kızlarının reisi bulup, 3-4 adamdan bir grup kurulup, mesela geldi semya ve qandaqdı bir temada bulup, şular arqılıq ahırkı acırışını şular arqılıq acırasa. Mesela hem iş bitti, hem tokku sotuk berip acırışıda qaldı o. Şu vaxtda ahırkı adamda imam, jigit beşi, hanım kızan reisi, aqsaqalağı 4 adam aldığı kelgendikin, eşyanın ruhsatla acırasa. Çünkü erzimeden kiçine bir yerde sen etken kırdın ya keş geldin. Ya bu sen çayını vermedin ya çayını kaynakladın, ısıfadın diyen yok lan bir temler bilen acırış gitmek adamlar çık. Başta da eşinin bir nasihat kıp koysa o atansının sözü kırmagen bilen imamının nimlerinin sözü kırışı mümkün. Atansı delemgen sözünü evla katı karak düşü mümkün. Kızgıma hem balığıma. Şu vaxtda əslin sözü kırıp, belki biz semyan saxlap qaldığan bir işlerini qılarımız. Moşuna bir özəlinə bir kalısığa, ideyası sep qoysanlar, eğer doğru kesanlar, yan bir meşrepte, moşuna doğrusu da bir uzaraq bir sözləsək, müzakirləsək. Ailelerini, aile bu keçişini hemimiz, her birimizin balları var, nevrilerimiz var diyendek. Bu adırq zaman başcan boğan diken, şulanın to'liq yetkizib tushuntirishga atanın yetkizamgan yerini qag'allar yetkazarlarmi degan bir niyat bor. Bularda vaqtimiz qanday? Assalomu alaykum hurmatli Meshrab ahli, begim boshliq. Meshrabimizning 3-chi bölümü, soz vaqti, soz bölümü. Başlasak icazatmi begim? İcazat. Qani aziz ukam. Ulaştırıp ketdim. Rahmat Paşa begim. Endi meşribimizden davamda hürmetlik meşrep ehli begim başlıq. Yani şu hürmetlik aklarımızga söz berip ondan keyin sazga o'tgan bo'lsak, Uyg'urlarning Cumhuriyetlik birleşmesinin reisi ve Almuta Cemaatlik birleşmesinin a'zosi hürmetlik akimiz Hakimjon aka Arupovni birlikte taklif qilgan bo'lsak, qani marhamat. Şu aklarimiz bilan birlikte Cumhuriyetlik Mustaqil Aziya bugun gezitining bosh muharriri Qozog'iston Yozuvchilar ittifoqining a'zosi hurmatli akimiz Telman aka Nuraxunovni taklif qilgan bo'lsak, qani marhamat. Assalomu alaykum begim boshliq. 30 o'g'il Tazımdan bir meşreple boğatıdı. Uyg'urlarning Cumhuriyetlik birleşmesinin namı deyin çoğun jirekni tebriklep hem de bana biz kurulğını bir yıl ötmedi dexe. Bir yıl ötmegenin içinde xeyli bir 500 Uygur doktorlarını koşup, birlik koşup hazır ula mel-mellede işlerini başladı ketdi. Saylan boğanda 60 bizning ataqlıq yuristlar baş koşup ulamı yaxşı işlep ket bardı. Mesela sizler bilsizler qancha gap sözler ötüp ketdi. Bir çoğun naучный proyekt boyunca hazır Қазақстанда Генная история уйгуров Казахстана deyen многотомник yazılıvatıdı. Bir tom boyunca Alaytan Генная история уйгуров Казахстана dep yazılıp
hem analizlerini DNK'nın ötküzüp, u proyekt bu içi taz yakşınımla boğatıdı. Burmunçla deydi o. Burunqı Uygurlar, Uygur kıganat, bugünkü Uygurlar o bir halik emes dep. Şu DNK analizme oylayman, уже предварительный результатла kökütvatıdı. Мы прямые потомки древних уйгуров, основателей уйгурского каганата. Assalamu alaikum. 30 oğul begim başlıq, məşrəb əhli, hürmetlik, muhterem cemaat. Bugün nəhayət bir yaxşı gündə oturuvatmız. Çünki şu jigit başlarını ki Almatıdaki mülaqatqa çağda asasçılarının biri olğan İnemcan akamның xatirçigi begişlavatmız. İnemcan akamның baya şukurda Burhan adaş begimiz onun hayat faaliyetini özülen arlaşkan vaxtlarını meşhedi hatırlap öttü. Jigit beşiniki qandaq bolduğan kelligini mana şu İnemcan akamның ki faaliyetinden bayqıqın boldu ki. Biz ki bir munç vaxtlarda Jigit başlarına harqaçan rahmet deyimiz. Çünkü bugünkü günde ularınki vazifesi köpeyip şunun bilen billa bizning milliy madaniyatimizga asosliq kuch qo'shayotgan jigit başlarımız oldu. Biroq jigit başlarımızın ishida jigit beshi degan itilan turdi. Biroq madaniyatimizga kichkina ulush qo'shamayotgan jigit başlarım bor. Bugünkü mavzulumuz şu jigit başlarının nemisini ögünüş. Şunaqa deyman. Şu meselede bana şu tecrübe almashtirish işlerini biz buruntulı yol qo'yishimiz kerak. Çünkü hozirgi kunda jigit başlarını biz özümüzden cemiyetide jigit başlarsiz ko'z oldimizga keltirolmaymiz. Jigit başları hozirgi kunda oldingi sap tutgan bizning avangard bo'lib ketyotdi. Ziyolilar bilan bir qator turyotdi. Demak, ular qaysi yo'llarda ishlash kerak deganchada biz ana tilimizni saqlab qelish. Bugungi kunda qari ko'zlarimizni maktabga ko'plab jalb qilish. Bugungi kunda yozuvchi, shoir, olimlarning kitoblarini tashviqot qilish masalasini mana shu jigit başları qo'lga olish kerak. Bugünkü gündeki gazet jurnallarını muştur toplaş vaqtida emas. Başka vaqtlarda mı? Mandaq gazetimizde, meyde mandaq narsalar yezilibdi. Unda mandaq gaplar aytilibdi deb, shuni xalqning ishiga gazetga yezilmay qolgan, tilimizni bilmayman, o'qimayman degan odamlarning shularga tushuntirib, shu gazetga, jurnalga muştur qilishga biz aldashimiz kerak. Balam etkimek, orus nime, Uygur mektebi olsa kelecek bulmay kaldı deydiğen atanlara ya kundak emas. Senin anlatılığınla sen kimliğini bilse, sen medeniyetini bilse, sen tarihini bilse de biz ballarımızı yapışımız gerek. Biz halik bulup saklanıp keliş için en aldı bile malmış işlerini ipmenişimiz gerek. Bu işlerde jigit başlarınkiga hazır qıvatqan işlerine köp rahmetli aytimiz. Nəhayət çoğun işlerini qıvatıdı. Ben begim başlıqqa Burhan'ınqa bugünkü məşrəbini uyuştuğan dostluq məclisidəki jigitlərə köp rahmetli aytımı. Maştaq bizning milliy urf odatlarimizni rivojlantirib atgan jigitlar sizlarga apirin rahmat deyman. Rahmat. Haklarımızga rahmat. Endi meşrepimizin davamında hürmetlik meşrep ehli begim başlıq, endi sazgı növbetini bergen bolsak, odatdagidek özümüzning har qanday meşrepimizni saz nəğmələri bilan, chiroyli naqshlar bilan chiroyli epkiyotgan marhamat xalqimizning faxriy g'ururi növbet Diyar ansambli marhamat qizg'in alqishlar bilan qarshilab bolsak. Makamda peyda buluptu
makamda peyda buluptur kırlayıp Tenri alemge tarap ket gidek onun avazı altın kuldurlar Tenri alemge tarap ket gidek onun avazı altın kuldurlar O diye gelmez ömür karbini Haytip geldu eylikin karvanlar Kumlu üstüne kalmaydı izler Kumnun astı değil parlar armanlar Kumnun üstüne kalmaydı izler Kumnun astı değil parlar armanlar Ömür bağışlap seher kuyaşı Şol siyeçer ey yavu çiçeğe Kucağlap yatay Julğun zimini Doğrak dava yürekke Kucağlap yatay Julğun zimini Doğrak niyelsi dava yürekke Doğrak niyelsi dava yürekke Bulbul üçün sayraşqa Gülzar ganimet İnsan üçün hayatta Dost yar ganimet İnsan üçün hayatta Dost yar ganimet Essalamga cemlengen gönül söygisi ey Görüşkende şirin söz izhar ganimet Essalamga cemlengen gönül söygisi Görüşkende şirin söz izhar ganimet
sağlamlık zor bəxit bayni yaman kündün saqlaşqa tummar ganimet kuş qudrediğin barida dostlarını qollab uzun yolda sınalgan tulpar ganimet kuş qudrediğin barida dostlarını qollab uzun yolda sınalgan tulpar ganimet tenha yaşar yalğızlık ademge azap ey el cemaat içinde hattar ganimet tenha yaşar yalğızlık ademge azap el cemaat içinde hattar ganimet töhmet hesse adavet doğur zimistan dostlar mihni yaratkan bahar ganimet töhmet hesse adavet doğur zimistan dostlar mihni yaratkan bahar ganimet sürgün hayat muhabbet dostluk beyziniye ömürlük dost babada nigar ganimet sürgün hayat muhabbet dostluk beyziniye ömürlük dost babada nigar ganimet kim bildi yetimiz haysimiz baldır ey yoklap durgin dostlarını didar ganimet kim bildi gitimiz haysimiz baldır ey yoklap durgin dostlarını didar ganimet yoklap durgin dostlarını didar ganimet rahmat Diğer ansambli sizlarni qizg'in alqishlaringlar hurmatli mashrab ahli. Endi mashrabimizning davomida bugun bu mashrabimizda nihoyatda hurmatli mehmonlarimiz bor. Ataydan atab aytganda hurmatli akamiz Cumhuriyetlik Madaniyat Markazining raisi To'lqintay aka Abduxelil sizlarning qizg'in chavoqlaringlar hurmatli akalarimiz va boshqami
Yerkettin bolsun, Uyghur nahiyasidan bolsun, başqa yerden kelgan hörmetlik akıllarımız var. Adaytan keyinki sözümüzni endi xafa bolmaysizlar. Hörmetlik meminimiz Amerika Dövlətlik Xalqaro Diniy İşlar Komitetining raisi doktor akımız Nuri Türk El akımız demiş o keng meydanımızı teklif kılıp meşribimizni davam qilgan bo'lsak ve muşu akımızını tonuşturup ketişte Dünya Uyghur Qurultayı'nın baş məsləhətçisi sayahatçı akımız Qahraman aka Gojamberdiyevni qarşıya algan bo'lsak. Merhamet. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Begim başlık, meşabbahli, meşabbahla mübarek bo'lsin. Biz hem de mudahlı geldik. Bu Nuri Türkel efendim asli mukaddes Uyghur medeniyet marif siyasetining uçuğu bo'lgan Qashqarda tug'ilgan. Şada Uyghur oturum mektebini bitiren ama Türk'te boyunca bizning yolculuk, ililik. Anından keyin Ürümçi'de institutda okudu. Şikir'de, Şiyan şehirde okudu ve işildi. 1995 yılı köşmen bulup Amerika'ya bardı. Şada üniversitede adliye kanunşunas boyunca okup şunun magistra bitirdi ve kanunşunas boyunca doktorluk unvanını imay kıldı. Advokat bulup işildi. İntayın tez təsirlik advokat aylandı. Hükümet onu bayqab, asla hizmet teklif kılıp, birinci bulup Amerika'nın Devlet Meclisi, Kongresi, şu Avam Palatsı'nın reisi Nancy Pelosi hanım, Nuri Türkel efendimni Xalqaro Diniy Erkinlik Komitetinin 9 komissarı var, şunun biriga tayinledi. Bir yıl ötmey, yana tayinledi. Ondan keyin muavinat qildi. 2020 yıl tayinledi, 21 yıl muavinat bo'ldi. Mana 22 yılın ahirida Nuri Türkel efendim şundaq dünyada kudretlik, en terakkan, Aksoy'daylık başkurduğun establishment'te en köp devlette Xalqaro Diniy Erkinlik Komitetinin reis bulup söylendi, ministr bulup. Olarak olsun. Onu az dep 20 yıldan 21 yılı Amerika'daki Devir degen jurnal bütün dünyadaki muşundak Tırışcan, İslamcan adamların arasından 100 tesirlik adam tizimlik küzüldü. Bir yıl ötmey, mübarek olsun, bir yıl ötmey, Bayrak degen jurnal şu dünyadaki 50 en tesirlik siyasetçi degen tizimlik kügezdi. Bana maşındak terak kılıp bu kişinin Allah'lığı bizim Uygurlarının 2004 yıldan beri Dünya Uygur Kurultayı, aslında 1992 yıldan beri Şarkı Türkistan Milli Kurultayı. Şunun terakkiyatı da bir bilisle krizis bolganda 2017 yılı şu Dünya Uygur Kurultayı'nın nizamnamasını, asası hüccetlerini bevasıta İngilizce'nin asası da İngilizce yazıp çıktı. Şu yazılgan nizamnama asası da bugün Dünya Uygur Kurultayı bütün xalqaro teşkilatlarda en nüfusluk Birleşken Devletler Teşkilatı'da itiraf kılınıp şu nizamnamanı qaraydı aldı bilen hareket kıvatıdı. Ondan başka bu Nuri Türkel efendim en Amerika'daki inovatlık jurnal politika, siyaset jurnalı da xalqaro münasebet jurnalları da xalqaroliq ta'sirlik siyosatni o'qiydigan gazetlarda keng ko'lamlik maqolalarni yozdi Uyg'ur masalasi bo'yicha. Xitoyning Uyg'urlarga qaratilgan siyosati bo'yicha bilsa 10 davlat Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan siyosatini irqiy qirg'inchilik, genosid, insoniyatga qarshi jinoyat deb qaror oldi. Mana shu Amerika Kongressida, Davlat Majlisida Uyg'urlar to'g'riliq
ikki qonun. Biri Amerikaning Uyg'ur siyosati bo'yicha qonun. Ikkinchi Amerikaning Uyg'ur amgigining oldini cheklash, oldini elish bo'yicha qonun. Shu qonunlarning tashabbuskori va asosan ishlab chiqqan kishi mushu Nuri Turka efendim. En tayin ta'sirli adam. Mana qishinglarda qana oddiy kishi shuna endi yana bu tarjimal bek murakkab terap qolmay biz hurmatlaymiz. Mushu sizlarning nomidan yana bir qatim boya dedim. Nuri Turka efendimga bundan keyin Amerikadagi bugun dunyodagi eng qudratli, eng demokratik davlat Uyg'urlarni o'zining himoyasiga ilayotgan vaqtda, Uyg'ur masalasini xalqqa ko'tarayotgan vaqtda, mushu Nuri Turka bundan keyinmi harmay talmay, jon fidolik bilan millat, vatan uchun xizmat qilsin. Shunga biz tavsiya qilamiz, hurmatlaymiz. Bu o'zining ulug' yurtdoshligi, millatimizning faxri, butkul dunyoda tanitish yo'q shoir, faylasuf, qonunshunos Yusuf Xos Hojibning yo'l yo'riqlari bilan, yozganlar bilan qutadg'i bilikda davlat qut bilimsizdan qo'ldan ketir degandi ilib va o'zining foydasini izdama, xalqning foydasini izda. Xalqning foydasining ishida o'zining foydasi bor degan prinsip qoidasi asosida ish qilayotgan kishi o'zi ziyoli oilasidan oddiy ishchi bolasi bor. Mana kudon mashagis anlab darhol kelay Uyg'ur Qozog'iston Uyg'urlar o'rganadi dedi. Marhamat, endi sizga so'z beraman. Rahmat. Assalomu alaykum. Qahramon aka, sizga ko'p rahmat. Biz Qahramon aka bilan tanishganimiz 20 yilda ko'p qoldi. Men tanishib yangi maktab bitirib advokatlikni boshlagan vaqtida tanishgan. Qurultayda birga xizmat qilgan bo'ldik. Bugun har qaysinglar bilan akalar, do'stlar bu yerda birga ko'rish fursati erishganim uchun aldi bilan do'stimiz Ahmad To'lqin Tayla va boshqa shu qisqa vaqt ichida shu ko'rish fursatini menga yaratib bergan do'stlarga chin qalbimdan minnatdorligimni bildiraman. Qahramon akam degandek, men vatandan kichik ayrilib qolgan. Hayotimning yerimdan to'la ko'p qismini Amerikada o'tkazdim. Hisoblashadi cho'ng oldum. Shu 28 yillik muhojirat hayotimda 30 dan ortiq davlatlarga shaxsiy va hukumat nomida bir ziyoratda bo'lib kelyapman. Lekin bu O'rta Osiyoga kelish, shu sizlar yashaydigan shu rayonga cho'ng arzu istaklarimning biri edi. Vatanning purqva, vatanning tog'lari ko'rindi, urf-odatlarimiz o'xshash, chiroyimiz o'xshash, yemak-ichmaklarimiz o'xshash degan o'xshash. O'tgan yili 4-oyda tunji qatim bu tarafga kelish bir fursatga muyassar bo'lgandim, ammo kelgan kuni dadamning qazo bo'lib ketgan xabar keldi. Shuning bilan u bir haftalik safarmo shu yig'izar ichida oxirishdan o'tdi. Bu qatim kelib ham sizlar bilan bu yerda Abayniyaga diniy ta'lim tarbiyalarni oldik. Naqsh musiqa anglayotimiz. Men ko'p hayajonlandim. Men uchun Parijga berish, Rimga berish, yana boshqa yerga berish sizlar bilan bir o'rtog'anchilik ahamiyatli bir ish emas. Gerçi onun o'ziga juda ahamiyati bo'lsin. Shunga sizlarga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Sizlarning menga ko'rsatgan do'stliqinglar, mehribon muomalanglar, eng muhimi duolaringlar uchun ko'p rahmat. Ben Amerika hukumatining bir xodim bo'lishim bilan sizlarga bu hukumatimizningki Uyg'ur masalasi qanchalik ko'ngil bo'lganligini bildigim bor. Yangi maktab bitirib advokatlikni boshlagan vaqtida tanishgan. Bu imoyini emillashtirish uchun 2020-yili bir Uyg'ur qarindishimizni Aqsaroyga meni bu xizmatga Amerika hukumatidan tayinlagan. Shu vajdan bir yangiliklarni ma'lum darajada ilgirlashlarni oldiga chiqarish mumkinligi bo'ldi, lekin vatandagi xalqimizning azob uqubati taqdimkuni yo'q. Endi mening oxirgi tavsiyalarim farzandlaringni ko'proq shu
yaşayotgan devletning siyosiy hayotiga ta'sir ko'rsatadigan, to'hfa qo'shadigan bir hayot yo'lini ichib berishinglarni tavsiya qilamiz. Chunki yaşayotgan devletimizde ovozimizning kuchli bo'lishi, siyosatlarga ta'sir ko'rsatishimiz uchun o'rnimiz bo'lishi kerak. Undaq bo'lganda ta'sir ko'rsatishimizga mumkinlik yaratilgan bo'ldi. Şoňa men sizlarga tekrar rahmat aytaman. Sahipxonliginglar uchun, jasoratinglar uchun, menga ko'rsatgan qarindoshlik, mehr-muhabbatinglar uchun ko'pdan-ko'p rahmat. Alloh sizlarga salomatlik, baxtiyor turmush ato qilsin. Rahmat, hürmetli akalarımız. Çıkıp halkımız için qatqan xizmetinglarning aqidi bo'lsin, natijasi bo'lsin. Qanday saz davomida hürmetlik Meşrep Ahli Begim başlıq bugün dep ketdik. Özümüzün hürmetlik akimiz mana Nuri Türk El aka Ataytan Nuri Türk El akimizning hürmetiga keyinki naqshimiz. Hürmetli aka, sizni meshat deb anglab Jıraqtıq qeyrindaşlarınız Ataytan siz üçün bir naqsh so'qmoqchi. Marhamat, keyinki naqshimiz sizning hurmatingizga Mirkamil Türk El akimizdan va o'zimizning Rustam aka Niyozovning nomidan. Xush kelibsiz. Mashrab muborak bo'lsin. Marhamat. Atam idin bu sen mening baxtim Bu hayat digda şanlığım taxtim Can atam idin bu sen mening baxtim Bu hayat bir de o şadlığım takdir Men üçün barını kılgandın takdir Can ata bek baldur kettin kavrenge Üçün barını kılgandın takdir Can ata bek baldur kettin kavrenge Osmanğa da qaşqan bişir Sen bulğaç axmığan bir tamça işin Sen kettin qayğuda igildi bişir Can ata intizar buldum mikrenge Sen kettin qayğuda igildi bişir Can ata intizar buldum mikrenge Yülensem tağlar
Can ata intizar buldum mikrenge Şadlığım gururum sultanım idim Can ata intizar buldum mikrenge Can ata bek baldur kattin kevrenge Çehringe bekşende bulgan mucabay Kütem sen takdirdin ve yaki vapa Çehringe bekşende bulgan mucabay Kütem sen takdirdin ve yaki vapa Çıkmadı sorsam seni diyen sada İtkına ah gönül Kuşkuy uygurum Çıkmadı sorsam seni diyen sada İtkına ah gönül Kuşkuy uygurum Bazılar Uygur dep küterse çıkar Bazılar Uygur'ni kılmakçı veyran Bazılar Uygur dep küterse çıkar Bazılar Uygur'ni kılmakçı veyran Kılmışı vecdi ürtendi vicdan İtkına ah gönül Kuşkuy uygurum Kılmışı vecdi ürtendi vicdan İtkına ah gönül Kuşkuy uygurum Bazılar baxtimni tanlab taqdirga Kishanni solmoqchi sado qalbimga Bazılar baxtimni bog'lab taqdirga Kishanni solmoqchi sado qalbimga Acirsiz yetemsen arzu esliyenga İtkına ah gönül detmen uygurum Acirsiz yetemsen ana vatanga İtkına ah gönül detmen uygurum
Mine hürmetlik meşrep ehli bizden muşa adaytan meşrepni hürmetlep kösaqtap kelgan az me'morlarimiz pedagog konsultant David Johan Trace akamizni qizg'in alqishlar bilan qarshi olgan bo'lsak, shu akamiz bilan birlikda pedagog menejer Damir Xo'jayev qani marhamat qarshi olgan bo'lsak. Bularning Uyg'urcha atlari batdi. Davud qo'yadi sizni. Nimning? Damir. Davud akamiz bilan Damir akamiz qizg'in alqishlaringlar. Xo'sh, endi birdilla. Menda Inamjakamning o'g'li o'tiribdi. Murat Inamjakamning o'g'li. Marhamat, kam ishni birlab bitirayapmiz. Unga masharafni elish berish ishlari bo'ldi. Xo'sh, mehmonlardan bo'lsin so'z. Marhamat. Assalomu alaykum, qadrli Uyg'ur do'stlarim. Mening ismim Davud, men Amerikadan kelgan, Los Angeles shahridan. Mushaga kelgili 6 yil bo'ldi. Hozir Qozog'istonda Chilakda inglizcha dars bergan, hozir Almatıda, Druzbada inglizcha o'rgatyapman. Taklif qilganlarga ko'p rahmat sizlarga. Bugun ko'p hurmat qildingiz meni. Rahmat sizlarga. Uyg'urlar, o'rganinglar so'zlashni. Assalomu alaykum, hurmatli mashrab qarindoshlar. Men Damir ismim, men O'zbekistondan Samarqand shahridan keldim. Shu yerda yashayman. Qiziq bo'ldi. Mana Uyg'ur birodarimiz Amerikaga ketdi. Amerika bu yerga bizga o'zini Davud akani yubordi. Shunga qiziq chaqchaq. Shu mening birinchi qatim mashrabda qatnashuvim. Shunga bek xoshal bo'ldim. Rahmat sizlarga, chaqirganlaringizga. Biz shu yerda bo'lamiz. Xudo xolasa, Xudoyim buyursa, tanishamiz. Rahmat taklif uchun. Rahmat, o'tasanglar bo'ldi. Rahmat. Endi mashrabimizni Murat endi dadang nomidan shunday bir mashrab uyushtirdik. Bu endi asosiyatda endi dadangning amigi va xalq millati uchun xizmat qilgan ma'qul qilishga so'z. Assalomu alaykum. Dadamga ardaq qilgan uchun rahmat sizlarga. Assalomu alaykum, hurmatli mashrab akli, begim boshliq. Bugun do'stlik majlisida shunday chiroyli bir mashrab bo'lyapti. Mana bizning mushu nimada avaz uxlagasida bir yil meni 1 yil bo'ldi saylig'ini mushu madaniyat markazining rais qilib, men o'zimni yenimga qachongacha biz cho'nglar boshqaramiz, nimishki biz yoshlarni taklif qilmaymiz deb yosh bolalarni taklif qildim. Mana oldinglarda o'tirdim, mana Mutalib Nurlan Alimjon. Mushu Alimjonlar mana mening qishimda bo'lib, qachongacha biz aka rahmat bizni taklif qilganingizga, xalqimiz uchun, millatimiz uchun urf odatimiz ishlaymiz deb mana mushular ishlab kelyapti. Men mushularga Uyg'ur madaniyat markazi nomidan Olmato'dan cho'ng tashakkurligimni bildiraman. Sizlarning oldinglarda mushularga men buni udas berayin dedimda, shularni topshirishga, ya'ni mushu bizning mushu 3 oyning ichida yaxshi bir ishlarni qilyapti mushu yoshlar. Mana buni 9-mayda so'qish qatnashganlarning bolalari, emgakdagi veteranlarni yig'ib 6 kafeda 120 dak odamni biz rozi qilib shularning ko'nglini oldik. Mana mushu bolalarning kuchi bilan mushularga ham bir rahmatim aytman. Shuning uchun biz Faxriy yorliq, hurmatlik Muxbolib Mutalib, men bir o'qib chiqay. Almaty shaharlik Uyg'ur etnomadaniyat markazi sizni milliy madaniyatimizning taraqqiyotiga qo'shgan ajoyib ulushingizni yuqori bag'alab, 1-may Qozog'iston xalq birligi kuni, 7-may Vatan himoyachilar kuni va 9-may Ulug' g'alabiyat kuni bilan tabriklaydi. Sizga salomatlik, oilaviy xotirjam hayot tilaydi. Mutalib sanatchi. Mana udas verene bu. O'sha bizning shaharlik madaniyat markazining nimasi aski bular meniki ish klasi, meniki yordamchilarim.
Eke kolunu Yani Zahid Alımcan. Alımcan. Bol. Engin Nurlan. Ben oylayman ki muşu yaşla Xudayım borsa muşu bizning madaniyat markazini taraqqiyot qildirdi. Başka nayalama maşta yaşlarni qabul qilsanglar, o'zinglar ki nur bo'lgan bo'lar edi. Hozir bizning madaniyat markazi ishlab atganlar o'zinglar bilasiz, hamsi yeşe yetib qolgan 70 ga qachongacha biz maşta yurimiz, yoshlarga yo'l beradigan vaqt keldi-ku deyman. Rahmat demangiz. Xo'sh, hurmatli mashrab ahli, haqiqatan nima alakam ish kelib biroz o'zini o'rin topishgan vaqtlar o'tib qoldi. Keyin mana qo'l put bo'lib mana Mutalib keldi, Nurlan bular endi o'sha oxirgi 3 oyda ajoyib yaxshilanib qoldi. Mush bolalarning yoshlarimiz uyunda ishlari jiq. Ishqilib ishlarimiz mastaqmansa, yoshlar mastaq kelsa işlerimiz yaxşıman deb o'ylayman. Sizlar omad berkat tilaymiz. Xo'sh, endi mashrimizning davomida albatta biz o'zimizning yigit bishli uzunda ishlab kelayotgan yigit bishlarni shu har mashrabda bir 6-7 odamga o'zimizning tashakkurnomasini tayyorlab qo'ygan yerimiz bor. Shuning endi uzunda ishlab kelayotgan yigit bishlardan qani marhamat o'qib beraman. Qani marhamat, teşekkür ederim. Hürmetli akımız Çilek Tevesi'nin jigit beşi Hibibullah Nuralım oğlu Abdullayev'ga. Almuta Bəglər Məşrivi sizning şu cemaat ve jigit başlarının arasında resim kaydı ve ürpü adetlerini rivajlandırışqa qoşqan töhfünüz üçün samimi minnetdarlık izhar qıldı. Sizning hayati tecrübeniz jigit başlarının kasbi bilimini aşırışqa ülgi ibaret boludu deb işinimiz. Almuta Bəglər Məşrivi'nin bigi Burhan Naka Tacidinov. Yaşmayaptık bunu. Endi bunu sizlik qamsında bu pechat o'shilar. Buni abur ildiga yerga ilib qo'ysa, menga bir eslatmada qoldi. Bularma, shu navrlarma, chavrlarma bu masta ishlab tikka degan bir belgi bo'lib qoldi-da bu. Muborak olsun. Bu bolam 22 yıl Çilek Tevesi yigit beş o'pishlayotgan bola. Qani marhamat. Kelesi teşekkürnomamiz Yerket Tevesi'nin hürmetli akımız Nurmehmet Aka Abdullayev'ga. İsimde çıkartı adam. Bana ya bir katam baydap gel tahrirlerin malikini video süre çoğunuz mu ka? Bir bulan bilen koçam da sizden kızmış olaylar. Nurmehmet Kam Yerket Tevesi'de 30 yıl yigit beş o'pishayotgan akimizga. Rahmat. Yani shundaqlar mashada 30 yıl deb jiqtab o'tmay endi o'zi chiqadi o'zini so'rab baqali Erkin akam duruz bundan qani marhamat. Qani Almutu Dostluq jutining yigit beshi Erkin aka Imramziyev. Al sıfırını ataydiganda qo'q qoldik. Sıfırnichi necha yil bo'ldi ishlab aka? 26. Ha, mana naq. Erkin akam ishga qiz para qilmadi. Erkin akam Namja akam bilan uzoq yaqin ishlagan, eng birinchi o'rinbosardi. Kech kunduz billa o'tdigi bilan hayoti. Qani marhamat siz ishga so'z. Assalomu alaykum, hurmatli yigit boshlari, bek boshliq, har bir malning yigit boshlari. Bugun mana do'stlik mahalimizda Meşrepning o'chirti noyiti bilan bizning og'inimiz marhum İnamjonning munosabati bilan
75 yıllығы bilen hemimizni meyege jırak yakından hemimizni çakırıp bugünkü çıraylık şunu eslep bugünkü Akdestkan'da hemimiz oturunuz. Družba meclisi alayeten mele bu. Bu şehrin en yakın çıraylık caylaşkan mellenin birisi muşu. Bir yerde köplügen jigit başları boğan. Reyim kam, Mehmetçin kam, Abdülük kam, Nurahmet kam, şunçilik çoğun jigit başları, aşla hemmisi muşu družbunu tutkan. En ahırda, mana muş mişitte, İnamcan merhum, meşede aşı Abdülük kam, muşu kileçekte, erkin bilen İnamcan işkisi, muşun davamlaştırsın. Muşlar yaş diyen sebepler bilen, aşı mişitte 2000 yılı, mana bizni eşede, aşı mişitte aşı ilan kılan Abbas Karim, duga begen. Bu, halkının içindeki hizmet bu. Bu yeni durup çıkan işler sizler eminler. O kögelli adam jigitmiş bulmaydı. Meyrinler kaynsa jigitmiş bolsizler. O ilki mensep izlep, men jigitmişi depla galsu takbilip, o yorunda ete. İşler, halk için işler. Allah biliyordu, halk biliyordu. Üzerine mahtıma akak. Her kaçan kaydı bulsa işler ver. Ama ayığı çıkar. Atın kunculuğu otadın mı? Ta ahırgıcı ota. Bana jigitmişler diyen başta hoş gerek. Hoş. Qani rahmat. Kelasi tashakkurnomamiz hurmatli akamiz KMSning raisi Mehrishod Yenipaxun o'g'li Baratov. Marhamat. Alqishlaringlar. Bu Mehrishod Baratov diyen Yenipaxun kamning o'g'li 31 yilga yaxshi keldi. 31 yil. O'sha družbaning ishini kech kunduz harmay, talmay, mo'sha ishlayotgan adam yo'q. Qaga hammasi quruq, taraqturuq so'z. Haqiqatan ishlayotgan bolalar mana shu. Shuncha mashta vaqtda qadrlab, sening amgigingni baholab, shu tashkiliy komitet nomidan sizlarga unda bir sovg'a tayyorlab qo'ydik. O'qibasizlar bizni. Qani. O'qibana. Qani, Amudu baglar mashrubi sizga do'stlik jutining ijtimoiy madaniy hayotning taraqqiy etishiga qo'shib kelayotgan bebaho emgiğiniz üçün minnettarlık bildirdi. Merhamet, alkışlanır koyumuz. Qani kelasi teşekkürnomamiz KSK'ning raisi hurmatli akamiz Farhat Cevdet o'g'li Seyitovga. Farhat ağınımızmı eminler bizler. Mana 20 yılını oşuk işlevatıdımız družbada. Farhat ağınımız muşu tazlıkka kardı družbada. Burun bu 248 tangiden 2 adam aladı 500 tenge. Bırak tıl köptür etet bunu. Adı başka adamlar kelip 3000'da çıkıvatıdı. Ula bir kız hiç kim tılmaydı paramı gep söz yok. Makul olsun, mübarek olsun. Mübarek olsun. Hoş, merhamet. Qani, kim bak? Qani, teşekkürnomimiz tijoratchi hurmatli akamiz Mutalib Abdushukur o'g'li Muhbulovga. Ha, Mutalib bay etib ketdi ya. O'sha Aviz Nahiyat etmeden merkezinin raisinin o'rinbosari. Haqiqatan o'sha bizning mashrabga alohida ma'naviy yordam qilgan bolalarning biri. O'shaning yardım bilan mashrabimizni mustaqilroq o'tkazib oldik. Muborak bo'lsin. Qani, kamni sarada inshaalloh. Ha, men ketib. Xo'sh. Kelasi teşekkürnomimiz endi mushu mashrabimizning gullanishga o'zining ulushini qo'shib kelayotgan vatanparvar hurmatli qiziqchi akamiz bizning Paşa begimiz Ahmadjon Muhammadjon o'g'li Muhiddinovga. Tamam, içede. Bu endi qaranglar. Ma Rozayda bu bizning begimizning bizning mashirimizning Paşa begi. Endi bilasizlar, har qanday bir sorunni boshqarish uchun tomad kerak. Tomadning oldigan o'z oldiga
az to'la bir rahmat tozmishdir bor. Bu haqsiz ishlab kelayotgan bolalarning biri. To'ra tushmasalar. Yüreğiyle tushmam diye. Ha, rahmat. Qani bormi yana? Qani marhamat, tashakkurnomamiz san'atkor akamiz diğer ansamblning rivojlanishiga o'z ulushini qo'shib kelayotgan rukovodитель deb qo'yamiz. Endi Nurumjon aka, Azat o'g'li Ahmed. Qani marhamat. Endi bu da ma'rif va milliy masharat va milliy ma'rif deb qoldik. San'atkorimiz Moşu Almatı Məşrəf 2009 yıl qurulğandan beri hər bir məhəllələr çıxıb, hər bir nahiyələrdə 5-dən 6 qıtımda məşrəflər ötkəzdik. Qəbir məhəllələrdə, nahiyələrdə tamamen Uyğurca yox yerlərdən gördük. Lakin şəhərdə video roliklər çıxardıq. Hər qanday işlərdə video montaj, video rolik, tuda işlərdə heç qaçan özünün küçünü aymay. Ondan bugün gündə şu qarımlar bilan bayq aka manekenni bozorga berib, akildigan bu işlərdə Otluğun işlerine her daim dakamda yar yolak boğatkan enimiz şu sebepten de bir soğunu sizge. Okuyorum size bunu? Ha? Okuyorum ağzına. Hürmetlik Nurumjon Azatoğlu Ahmetov. Almutu Begler Məşrivi sizni məşrivimizning məzmunluq hem köngülük ötüşüge ülüşünü qoşup kelayotgan bebaho emgiginiz üçün minnatdorlik bildirdi. Ha bo'ldi. Yaxshi rahmat. Endi mesele Alımcan Tılvaltını çakırasınız. Qani marhamat. Endi kelasi so'zni mushu mashrabda bugun hurmatli me'minimiz bo'lib o'tgan hurmatli akamiz professor Doktor Edebiyatshunos Uyg'ur maktablarini qo'llash fondining raisi Alımjon aka Tılvaltıga beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Yana bir qitim mashrab ahli. Bugungi mashrabni aytib mazmunli o'tib o'tdi deb o'ylaymiz. Men shaxsan o'zim shunday yaxshi hayajonlanib o'tirman. Sizlarga birlik, ittifoqlik, sepinglar buzilmasin degim keldi. Buni ustiga bu mashrab va milliy ma'rif deb mavzusini durust qo'yibsizlar. Onun ustiga buni o'zimizningki marhum otimiz İnamjon akamiz beg'ishlabsizlar. Haqiqatan o'zini ulgu ko'rsatgan bizning mashrab begimiz edi u kishi. Hazır hammamizlar shunday ulgu ko'rsatmasak, bu ma'rif masalasi hayot, mamat masalasiga aylanib qoldi. Mana raqamdan aytay, Uyg'urcha o'qiyotgan bolalarimizningki 71 Uyg'ur bolalarininki 71% o'zining ona tilida o'qimaydi. Bu qizil chiziqdan o'tib qo'ydik. Almutning shahrining ichida bariqi 3,5 ming bolamiz ona tilida o'qiydi. 140 ming xalqimiz bor deb hisoblaymiz. Manda aytganda bu yerda qancha prosent o'zimizning ona tilida o'qitmaymiz bolalarni? Nayt bir ig'ir bir masala. Biz milliy ona tilida o'qitish maktablarimizni, milliy maktablarimizni saqlab qolmizmi, yo'qmi degan masala nayt jiddiy turdi. Yoki O'zbekiston, Qirg'izistondagi ahvol qaytalanadi bizning taqdirimizda. Ularma milliy ma'rif bo'ldi. Ularma nemaga ishandi bilmadik. Ota-bobolarimizningki arzu armonlarini hammasini qo'ldan berib qo'ydi. Bizmi shunday qilmizmi, yo'qmi degan masala. Nayt jiddiy masala. Bizda 220 ishsizlik qilganlar xalqning oldiga chiqsa, maydasini urgan, aqsi kelgan boshqa ishni qilgan odamlar ko'payib qoldi. Ma özümüzün sel tasqab etmesek, silkib etmesek, ma özümüzün sormasak bo'lmaydigan bir ahvolga qoldik. Ma bugungi mashrab ana shunday yaxshi bir mashrab bo'lib qoldi. Shunlashqa men mashrab begimiz Burxondinga ham alaka mana mush masalada ajr ko'rsatgan yigit boshlarga, Ahmadjonga, mana sizlarga Alloh har doim hamroh bo'lsin, rizqini sabab bersin degim keldi. Nima deganda bu bizning eng bo'lmaganda misqalchilik vatanimizning u yoqda bo'layotgan ishlarni hammanglar yaxshi bilsizlar. Bir misqalchilik bizni asla bir umid beramaydigan bo'lsak, masharat. Bu vaqtda men bir eg'iz to'ltirib aytish bir so'zni aytib tasbizga.
millet deb ağzımızga amsaqın bolduğan bir jarayan ba bizde. Ma milli bazılarınlarda vicdan ba, ama milli vicdan az. Milli iziqish ba. Balalarınla beginler kemet ya orçunu tüzek okutmaysızlar aynı kez. Görüp atmazgo kançı balıp orçu okutkan balalarımızdan kançı % bari ölgülük. 5-7%'dan aşmaydı. Mana iziqish ba, qaymoqish ba, milli iziqish ba. Bu balalar özünün ya medeniyetini bilmeydi, ya tarihini bilmeydi, ya edebiyatini bilmeydi. Maşında bir abga mankurt balalar bulup ösüyor. Bunun halkımızga kançık faydası var. Öz halkını yaxşı görgen neden? Özünün milli medeniyeti, özünün halkına arsız yaşaş gerek, özünün halkına gemi bile yaşaş gerek. Bunu kıvatqa işinler birden bir doğru iş. Şu saklanışımızdan bir yolu bunu meşrep. Sonuçta Burhan'dan harmay talma, bay yaxşı paranlan kıldı eslerge. Hirip kamanlar, yaltayıp kamanlar. İşte mağdıgan boğandı kim, belimizni mekken bağla. Başka yolumuz yok. Sizlerge apri. Rahmet. Neydi Almutlu Jigitmişler İttifakı'nın reisinin orunbasarı Mahmutcan bir tebrik söz itip koya dedi o. Merhamet. Nurlan'a bir tebrik söz. Assalamu alaikum, hürmetlik Otsoğul, Meşrep Begi. Sayıp Xalla, bugün sizlerge köp rahmet, acayip bir meşrep ötü. Bugünkü meşrepnin yani bir isil bir yeri var. Bugünkü meşrepte mana 3 medeniyet merkezinin vekilleri, rehberleri kip oturuptu. Biri dastxanda o'tadi, biri mana Hakimcan Arupov, men ustozim, muallimim, narxoz deb bizga prepodavayni bergan. Mana городской madaniyat markazining vakillari o'tirdi, mana alakamlar. Alakam aytganda, endi qarshi turyapmiz yigit boshlab. Yo'q, biz qarshi turmaymiz. Biz birlik chaqiramiz. Biz xalq bilan ishlayotgan odam. Biz bilan kelib hamkorlashib, o'sha qanday bir yaxshi ishlar bo'lsa, hukumat tarafdan bo'lsin, malni ish bo'lsin, biz birga o'tishga har doim tayyor. Shu 3 madaniyat markazining rahbarlari bir dastxonda o'tasi nima bo'ladi? Biz ashlarni og'ziga qarab ish tutsak, qanday yaxshi bo'ladi. Meni deydiganim shu. Bugun ajoyib yaxshi mashrab, shu 3 madaniyat markazini mashhada shu binoga jiqqaninglar ko'p rahmat. Burxon. Rahmat hammalarga. İnamcakamdan bir acayip bir ağın solgan Alımcan aka degan. Alımcan Baudun dep koyatdı. Şunun oğlu muş meşrep doğrusu anlap İnamcakamga ata bir meşrep ötküzdek hatırsiga. Menin de bir qanday yordam kerak deb bu mu o'zini qo'l uchun sundichi yordamga. Qanday davay men bir yordam qilaychi deb o'z kapti. Biz haqin qo'llab bizga yurmiz, yordam qiladi. Bu o'z kapti. Sultan ikkingiz paran qilamsa? Bo'ldi, yaxshi bo'pti, rahmat. Paran qil. Assalomu alaykum, hurmatlik Otsoğul Begim boshliq. Jigit boshlar. Birinchidan cho'ng rahmat Burxonga. Bunda gapni o'chig'i, bunda organizator yo'q deb hisoblayman. Men o'zingga aytmada ras o'jishlikdan mushaq. Shu bunda uyushtirgan bunda az odamlar. Shuning uchun men deymanki, Inamchikam bilan uzoq biz ishlagancha, shu men nimdan kelganda ishlar qo'rqma afka manba deb ganjing bu odamdi-ku Inamchikam. Shuning uchun uzun yil ishlab shu Inamchikamga rahmat deb shu yotgan yeri jannat bo'lsin. Eski biz bunun mashrabning begi bir kez paran qilib Rimjon. Da rahmatingni deb biz madaniyat markazining burunqi. Assalomu alaykum, hurmatli yigit boshlari va yaqinda kelgan mehmonlar. Hammanglarga cho'ng rahmat. Birinchidan cho'ng rahmat degim keldi do'stlarga. Mush Inamjon akamning atidan, nomidan mush mashrab o'tkazibsizlar. Men Inamjon akam bilan uzun yillar birga ishladim. Men 9 yil madaniyat markazi bo'lgan. Shunda Inamjon akam birga bir ishladik. Inamjon akamdek ayaqi yangi Burxondan dedi-ku. Hamma yaxshi odamlar qaytish bo'lgandan keyin qadriga yetimiz kerak. Shunga o'xshash Inamjon akam mush mayli yigit besh bo'lganda bizda shunchalik birlik bo'lgan, mush shahar bo'yicha boshqa yezlarning oldida har qachon birinchi o'rinda turardik. Undan deganim Inamjon akam mush shaharlik madaniyat markazi bormi, respublikanskiy madaniyat markazi bormi, yigit boshlar bormi, hammamiz birga ishladik. Shunchalik o'yin bo'lgan,
shunchalik yaxshi bosh qo'ygan Inamjon akam. Shuning uchun men Inamjon akamni yomon hurmatladim. Shuning uchun sizlarga cho'ng rahmat aytgim keldi. Kelajakda mana hammanglar 25 har kim o'zinglarningki jutinglarni, o'zinglarning yezanglarni, o'zinglarning shaharda bo'lsin, bir rayonda bo'lsin, shu Inamjon akamga o'xshash yaxshi sevib, ashunda xizmat qilishinglarga men tilakdoshman. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli Mashrab Akli Begim boshliq. Bugun mana bizningki do'stlik majlisi Bagla mashrabini nihoyatda yaxshi o'tkazdi deb o'ylaymiz. U mashrabningki ta'siroti hammamizga bir asti qog'dak ta'sirat bo'lyapti. Buni endi o'zinglar baho berasizlar. Mushu mashrablarni buningdan boshqa mushu Uyg'ur maktablari bol to'plash va boshqa ishlar millat uchun, xalq uchun, yurt uchun qilayotgan Burxonning amgigini aytsak tugamaydi. Mana hozir mushu mashrablarma o'zinglar guvochi bo'lyapsizlar, qancha qitim o'tyapti Bagla mashrabi. Keng doirada har turli masalalar millatningki nimalarga, urf-odatlarga oid masalalar uchun o'tyapti mana bu mashrablar. Shuning hammasini kech kunduz uxilmay uyushtirayotgan Burxondan. Endi buni mayada bizningki mushu Burxondinga Mashrab Akli nomidan tashakkurnamamiz bor. Aziz o'qpagina. Tashakkurnoma hurmatli Burxondin Tajiddin o'g'li Tajiddinovga. Almuti Baglar mashrubining ahli sizga xalqimizning birligi bilan umligini uyushtirishda jut jamoat va yigit boshlarining orasida rasm qoida va urf odatlarni rivojlantirishga qo'shgan tuhfingiz uchun samimiy minnatdorlik izhor qildi. Biz sizni xalqimizning ijtimoiy madaniy hayotiga barliq muhim chora tadbirlarni uyushtiruvchi millatparvar ham ma'rifatparvar shaxs sifatida hurmatlaymiz ham qadrlaymiz. Almuti Baglar mashrubining ahli hurmat bilan. Marhamat. Rahmat. Marhamat qani. Mashrab, yeng mashrab kirdi. Budoq mashrabni kim oldi? Talishidi Allah bormi? Yusufjon bakam, Yusufjon Zaryavostokning generalni yigit beshi Yusufjon. Laqami qo'choq, o'zi shunday esil bola. Mana putundan ajoyib bag'inimiz. Assalomu alaykum. Mashrab Akli Begim boshliq. Bugun bir ajoyib shundoq chiroyli bir mashrab bo'ldi. Mana Inamjon akimizga atab laqa. Shunda Inamjon akimizni biz hamda ilpatlashgan, billa jugan aqlimizdan birsidir. İmanı salomatlik olsun demoqchimiz. Endi buni mashrab tajriba almashtirish mashrab bo'ldi, nihoyat yaxshi. Biz mana bir yurtni malni boshqaryapmiz. Bizning ishimiz qayerdan qayergacha mana bilib oldigan bo'ldik-da, mana masala ishlar jiq bo'lsa mana. Endi bizning o'yindiq mashrabni mana shu begimiz bilan, mana Ahmadjon Poshab bilan bir mashrabni ochdik, hech yillar o'yindiq. Endi kelar mashrabni bizga basanglar, biz Zaryavostok turimiz. Bizning beqotgan qo'ylarimiz bor. Samir qapti. Kelar mashrab bizga basanglar, ruxsat olsa demoqchimiz. Qani Qarasu majlisining yigit beshi Almjag'in. Nimara? Nima qiladi? Talishapmiz. Assalomu alaykum, hurmatli O'tizog'il Begim boshliq. Mashrab shunday qiziq o'tyapti-da, yaxshi o'tyapti. Boya Usmonjondan keyin so'zga qo'shilma. Mumkin bo'lsa keyingi mashrabni bizga bersanglar. Ya, agar bizga ruxsat olsa, o'sha mashrabni bizmi olaylar. Endi baribir Yusufjonning yo'li cho'ng, shuning yo'lini bersam deyman men. Bu da qisam bo'ldi, buni biz qo'yamiz ha. Yevreylarning ajoyib podxodiga o'xshashlik keldi-da. Keyingisi bizga beringlar deb aniq shaxlsini qilyapti mana bek. Qani mashrab egilar so'z bersizlar.
Qani Mashrab egilariga. Assalamu alaikum, hürmetlik 30 oğul begim başlık. Assalamu alaikum, hürmetlik mehmanlar. Rahmet sizlerge hamınla, kıymetlik vaxtınlarını bölüp, muşu bizning meşrebimizge kelgininglarga. Hem de bugünkü meşrep bir neçe adam dedi, bugün çoğun derecede öttü deydi. Şunun men qoşulma. Hem de hamınlarga zor tat salametçilik tileyme, işlerinlarga utuq. Yani meşreplerde uçuruşaylık deyim. Amin. Qani, merhamet. Qani meşrep ağıçılar. Endi 30 oğul deyirimizde, assalomu alaykum 30 oğul, begim başlık. Endi keler meşrebini biz aldık. Hazır Bakramiz belgilep berdi. Kelişpiringlar ki endi bu yazın gün oynamaymiz odam, küzün gün. Xudayım borsa endi o'sha oktyabr aylar başlap qalsak birinchisi biz. Kelişpiringlar. Qani merhamet, o'tkazinglar. Qani Mashrab egilari, Mashrab ağıçlar tapşırıp elinglar yangi Mashrabni. Xo'sh. Qani bir patmisni bayaqqa. Ha, taratsanlar oldu. Qani hurmatli 30 oğul, Gultayaqlarni tapşırıp beramiz ko'z oldinglarda. Mana Yusuf çağırganda mana qararoq elini olasiz, yaxshiroq egizroq yer saqlaysiz. Juma kunlari ayollarningizni urib jumang bizning Gultayaq. Chachachaga az duga qilib qo'yganda. Qani unda o'z hurmatli 30 oğul Dilmurod akam bir duga qo'yatsin. Dasturxonga kel, sazanda bir usul o'ynaydi, 30 oğulning bir usuli bilan bugungi tamom, endi kelayotgan mashrablargacha hammamiz omon bo'laylik, salomat bo'laylik. Qani azka bir duga. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillahillezet emani ve sakani ve ca'ani minel muslimine ve şakirin. Velhamdülillah Rabbil alemin. Ya Rabbimiz Allah. Bugünkü şu yaygan dasturxonlarni Allah özüge hakkında kabul kılsın. Şu işlegen ballarımızın ömrünü, bəxtini, insafını bilsin Allah özüne nisbet etsin Cenab-ı Allah. Ya Rabbimiz Allah, yani bir meşrepkiçe muşad otağan hemimiz, yani bundan keyin qo'shilganlarning matine salomatlik şu meşreplerde daqamda o'tirishga Allah o'zi nisbet etsin Cenab-ı Allah. Ve shundaqla bir-birimizga bo'lgan ittifoq, inoqligimizni ham kuchaytirishga Allah o'zi nisbet etib, yurtimizning amonchiligini, zamonimizning tinchligini, osmonimizning ochiqligini nisbet etsin Cenab-ı Allah. Ve akhir davana velhamdülillahi rabbil alemin. Bir rahmetik ya erhamrahim. Allahu ekber. Rahmeten Allah'a.